Bu apparatni bizlar dorilarni ishlatishni oson qilishni olib kelganmiz, chunki bilamiz, do'konlarga borishganda 10 grammni 10 litr suvga solib seping, 5 grammni 10 litr suvga solib seping deyishganda, uni olib ishlatish juda qiyin. Ya'ni shpris olish kerak, uni tortish kerak, sachrab ketadi, boshqa bo'ladi. Shuni oldini olish maqsadida bizlar mana shunaqa apparatni olib kelganmiz. Bu 10 grammlik, 5 grammlik qilib, chiroyli qilib fasoh qilib beradi. Korobka ustida instruksiyasi hammasi yozilgan bo'ladi, qanday ishlatish kerak. Uni olib bemalol xohlagan dozada olib borib ishlatib, qolganini olib qo'ysalaringizdan bo'ladi-da. Ya'ni kelajakda ishlatiladi bu narsa. Bir texnologik jarayonda shuni Xitoydan shuni apparatni o'zi olib kelgan. Shunaqa o'zi olib kelganmiz. Baraka toping. Bu ham endi videodagi bo'lgan bir shunaqa. Hurmatlaymiz. Akalar, buni alohida e'tirof qilib qo'yish kerak. Hammada ham bu ish yo'q. Baraka topishsin. Mana shu ishni qilayotganda. Xudo xolasa bu kelajakda bir texnologik bo'lib, yana ham bir rivojlantirish rejalari bor. Inshaalloh. Do'konlarda buni maydalab sotiladi o'sha yerda. Bir do'konlardan olib borib ko'ramiz, xudo xolasa. Eng chiroyli komment egalariga 3 tasiga 1 millionlik o'zimizda ishlab chiqarilayotgan suyuq o'g'itlarimizdan sovg'a qilamiz. Mashalloh. To'y-to'ydek o'zing dersizlar-da, xudo xolasa. Akalar, xohlagancha komment yozasizlar. 3 ta kommentni tanlab o'zlari chiroylisini olib, shu yerga chaqirishadi. Hududda Jizzaxda bo'lsa, Jizzaxda. Surxondaryoda bo'lsa, Surxondaryoda. Muammo yo'q. Shunda borasizlar, 1 millionlik ekvivalentdagi mineral o'g'it bo'lishi, olasizlar boshqa preparatlar ham qilib berishadi inshaalloh. Himoya vositalaridan qilib berishadi. Bemalol olib ketsanglar bo'ladi. Sovg'alar sizlardan aylansin. Yilda birinchi marta Xitoydan yuk olib kelishni boshlaganman. Bizlarni Xitoylar o'sha Urumchidagi nimalar aldashgan. Bunaqasi ham bo'lgan. Olib kelasiz dorilar ishlamaydi, upakovkalari yaxshi emas, ochilib ketadi. Shanxayga borib, o'sha haqiqiy zavod bilan ishni boshlaganman. Bu Uyg'ur akamiz bitta konteynerdan bizlarga $20,000 foydasi bilan sotgan. Transport vositalari yo'q fermerlarga yetkazib berish xizmatini ham qilamiz, joyida savdo ham qilinadi. Elda xizmatdan charchamasin, aka. Qarsak bilan tugadi kontent o'rtoqlar. Bo'ldi. Zarar kunandalarga berma yo'l. Mobetko bilan hosil bo'ladi mol. Markaz mana shu yerda 20 ga yaqin bor bu yerda. Do'konlar bor. Bunday. Mana shular ichida Mobetkoning ofisi shu yerda. Nima uchun insonlar, tadbirkorlar kelib mana shu eshikka kirish kerak, mana shu eshikni ochish kerakligi juda ham muhimda biz uchun. Bu yerda hozir buxgalteriya, rahbariyat ofis qilib qo'yganmiz. O'rtoqlar, Toshkentda asosiy ofis joylashgan, lekin Samarqandda ham bor. Ulug'bek akamiz ijrochi rahbar hisoblanadi. Bitta tanishtirib chiqasiz bo'lsa, qani? Marhamat aka. Bismillah. Bu yerga kelgan mijozlarimiz kutib olamiz. Shu yerda maslahatlar beriladi. Dastlabki bosqichi shu yerda. Akalar kelsanglar, mana chiroyli qilib mehmonlar mana kutishadi. Kofe, choy deysizlar, mana bu yerda o'tirib, mana bu yoqda jurnallar bor tayyorlab qo'ygan. Bunaqa jurnal hozirgi kunda bunaqa aktivniy jurnal faqat Mobetkoda bor, bilib qo'yinglar. Har bitta ekin bo'yicha alohida chiqarilyapti. Ichlarida ko'rsanglar, shu begona o'tlar bilan kurashish bo'yicha va boshqa juda ham katta qiymatli ma'lumotlar berilgan. Dastlabki uchrashuvimiz yerdan boshlanadi. Endi seriozroq, pulliroq bo'ladigan bo'lsa, qaysi tomonga qarab yuramiz keyin? Pulli bo'ladigan bu yoqqa qaniydi ko'rsatasiz, xudo xolasa. Sifatga alohida e'tibor. Juda chiroyli, bu haqida biz hali gaplashamiz. Mana shu yerga yoqib qoldi menga. Ulug'bekka bir tushuntirib nima bu? Bizni mutaxassislarimiz dalalarda dorilarni sinovga qo'ygan, biz bilan yaxshi ishlagan fermerlarimizni Dubayga sayohatga yuborganmiz. Mana bu suratimiz Samarqanddagi savdo do'konimiz ochilish marosimida bu. Mana bu rasm yaqinda Xorazm viloyati Gurlam tumanida filialimizni ochdik. Ana shunda bak. Xullas kelsanglar, mana shu yerda korxonani qiymati, qadriyatini ko'rsanglar bo'ladi. Kichkina korxona emas. 2005-yilda ro'yxatdan o'tganlik dedi. 2005-yilda 20 yildan beri o'z faoliyatini yuritib kelmoqda. Juda chiroyli. Kichkinagina bir mo'jazgina joyda ko'rsatamiz. Mana shu yerga sayohatchi buxgalteriyamiz bu yer. Million so'da desam, akamiz 7 yildan beri ishlayotgan ekan. Aka million emas, endi milliard so'da deb qoldi, xudo xolasa. Bu yerda milliard 7 yildan beri faoliyat olib boryapsiz. Korxona haqida bir og'iz gap bilan nima uchun shu korxonada 7 yil ishlaganingizni bir og'iz gap bilan tushuntirib bera olasizmi? Bizning Mobetko kompaniyasida maqsad har doim bor. Jamiyatga maksimal darajada manfaat yetkazish, to'g'ri tartibda ishlash, shunaqami? Bu yigit ham yaqinda ishga kelgan ekan, xudo xolasa. Bir yil mana shu yil ishni boshladi. Siz nima deysiz? Nima uchun ishga keldingiz? Shuni aytingchi bir og'iz. Mobetko zo'r. Xudo quvvat bersin. Chet ellardan ham o'tishlar ko'paysin inshaalloh.
Ulug'bek aka boshlaysiz, xudo xolasa. Bu yerda gilamni buxgalterimiz o'tiradi. Bosh hisobchimiz. Bosh hisobchimiz. Yes, assalomu alaykum. Murat aka. Maqsad akamiz ham shu yerda. Assalomu alaykum. Hormaylar, hormaylar. Assalomu alaykum. Hormaylar. Eng katta pul bu yoqdan o'tar ekanda bo'lmasa, gilamingiz, ha? Hamma pulimiz shuni qiladi. Mashallah. Aka, har bitta xodimdan so'rab chiqyapmiz. Bizga korxonani mayli u dori sotadigan preparatlar, endi nima mineral o'g'itlar, u o'zini yo'liga. Qadriyati nima, qiymati nima, nima uchun shu yerda ishlayapsizlar degan savol bor. Nima deysiz? Shu oylik hamma joyda ham bor. Komanda, kollektiv. Jamoa. Mashallah. Jamoa zo'r. Juda zo'r, ha? Hamma bir-birini tushunadi. Hamma bir-biridan do'stona, hamma yaxshi. Bir maqsad yo'lida birlashib anovda ketyapti-da, bir maqsadda. O'sha maqsad birligi, mushtarakligi biz uchun juda muhim narsa. Shuni bugun biz ko'rib aylanib chiqyapmiz. Ishlarga omad, xudo xolasa, milliardlar o'tib yuraversin inshaalloh. Manfaatli bo'lsin inshaalloh, xudo xolasa. Ulug'bek aka qani dashi? Ikkinchi etajimiz ham bor, bizda. Ikkinchi etajda ofisimiz bor. Shu yerda bir piyola choy ichib bo'ldi. Hangomalarimiz aka. Xudo xolasa. Har joyda mana yozilgan lozinglarimiz bor ekan, maqsadlar nima, maqsadlari, qanaqadir erishilish yo'llarida yozib chiroyli qilib qo'yilibdi. Oshxona. Oshxona. O'zinglar. Bu yer o'zimiz xodimlar bilan o'tirib yig'ilishib, nima yig'ilishchalar qilamiz, suhbatlar qilamiz. Muhokamalar joyi. Shunday. Kun davomida nima yangilik bo'lyapti, nima qilishimiz kerak. Ertalab bir 10 minut, 15 minut gaplashib olamiz. Juda zo'r, juda yaxshi. Bu yerda? Bu yer bizni kabinet aka. Mashallah. Assalomu alaykum. Mana marketologimiz ham shu yerdalar, xudo xolasa. Shu yerda. Mashallah. Bu ancha vaqtdan beri gaplashyapmiz. O'sha Vestipga bo'lganda ham ko'rdik, juda ham jonkuyar, juda ham muhim korxona uchun. Ya'ni o'sha qilinayotgan ishlarni, qilinayotgan ish o'zi bitta narsa, Ulug'bek aka. Lekin uni jamoatga to'g'ri ko'rsata bilish juda ham muhim narsa. To'g'ri, imini to'g'ri. Tupa ko'rsatish bor. Aylantirib har narsani bo'lgan narsa. Men ma'lumotlaringizni ko'rdim, juda gрамотно qilingan. Dilafruzda professionallik ko'rinib turibdi. Biz ham o'rganadigan narsalarimiz bor. Iloji bo'lsa bundan buyoqda ham hamkorlik qiladigan bo'lsak, o'zaro Vesayro bilan Mabetkoni media guruh o'rtasida bir chiroyli narsalar chiqadi inshaalloh. Kechasi bilan kelaman ancha-muncha ishlarni amalga oshirib qo'ydim deyapti. Demak, ko'ryapti, juda chiroyli, juda yaxshi. Aytib qo'yamiz sirazi, Ulug'bek akamiz unaqa g'o'dagan boshliqlardan emas. Juda ko'ryapsizlar, sokin 4 ta gapirsak bitta javob qaytaryapti. Xo'p, endi siz oldingizga katta bir klasterlar yoki korxonalar yoki mana shu hududda joylashganlar to'g'ridan-to'g'ri murojaat bilan kelishi mumkin. Shunaqami? Shunday. Viloyatlardan dillerlarimiz bor. 2006-2005 dan beri ishlaydigan dillerlarimiz keladi, shular bilan gaplashamiz. Yangi istiqbolli nimalar bo'ladi? Qanaqa hamkorlik qilish mumkin? Nima yangiliklar bor ularga? Yangiliklar bor. Ularni eshitib, nimasini olamizda. Juda ham yaxshi. Mana jamoani o'zi nechta общий bu yerda? Biz Mabetkoda hozir 100 dan ortiq. 100 dan oshiq. 100 dan oshiq. 100 dan oshiq bu kam emas. Bu birinchidan ishchi o'rni yaratilishi, oddiy ishchi emas u. Qanaqadir ilmga ega bo'lgan. Shunday. Ma'lum bir 20 dan ziyod yaxshi tajribali agronomlarimiz bor. 20 ga. Call center orqali fermerni muammolari bo'lsa yechim topiladi. Tajribali agronomlarimiz bor. Hali yana ko'paytirish niyatimiz bor. Hamma tumangacha kirib borish nimamiz bor. Juda yaxshi taklif bo'ldi. Mana yoshlar ishlar agentligi bor. Alisher Zafarovich bor, masalan, yosh fermerlar kengashi, Mahmud Jo'nayatov viloyatlar bo'ylab juda ham ko'p tadbirlar o'tkazamiz. Ya'ni mana shu yoshlar agrobiznesga qay darajada qiziqayapti, ya'ni qanchalik darajada professional shu jahon andozalariga mos tadbirkor bo'lishi mumkinligi haqida dastlabki etapdagi loyihalar bo'lib o'tadi. Shu sizlarda korxonalarda ham mana tajribali 20 ga yaqin bu bir necha yillik tajribaga ega bular. Shunday. Shu yoshlarimizni shularga jalb qilib, ma'lum bir amaliyotlarda, ma'lum bir tajriba almashish jarayonlarini yo'lga qo'ysak, hamkorlik yaxshi bo'lar ekan. Shu g'oya hozir tug'ildi, chunki gap bor, tadbirlarimiz bor, o'zaro munosabatdagi tajribaviy davomiylik hali muammosi bor. Mana buni agar sizlarga o'xshagan korxona bo'lsa, mana hozir 2005 bo'lsa, eng kamida 20 yillik tajriba borda hozir. 20 yillik bor. Mana buni yoshlarimizga beradigan bo'lsak, ertaga bu juda katta ilm, juda katta tajriba va bizlar ham agar shu ilmni oladigan bo'lsa, bir necha yillarda bo'ladigan jarayonni bir necha kerak bo'lsa juda qisqargan vaqtda olishi mumkin bo'ladi. Shunday. Shu yoshlarimiz haqida nima deysiz agar shu tavsiya hozir biz bu universitet bilan kelishganmiz. O'qituvchi domlalar bilan kelishganmiz. Yangi 2026-yil uchun yana 20 ga yaqin agronom kerak. Talabalarda qiziqaydigani bo'lsa, bizga yuborishini aytib
tajribali o'zimizni agronomlarimiz bilan qishi bilan o'qitib, Aha. bahorga tayyor sezonga fermer dehqonlarimizga yordamga chiqaramiz. Juda yaxshi. Rosa ko'p korxonalar bor. Bugun endi bitta maqsad qo'ydik biz. Vesagro 20 yildan oshiq vaqtdan beri agrobiznes yo'nalishida sohani shu hamma jabhasida tadbirkorlarga maksimal darajada qadriyat, qiymat beradigan joyi ko'rsatish. Uni farqi yo'q. Bizni maqsad to'g'ri tashkil qilish kerak, daromad qilish kerak, jamiyatga manfaat keltirish kerak. Boshqa hech qanaqa formula yo'q. Maqsadga to'g'rimi? O'shani yo'lida kim qaysi pochkada qanaqa ishlasa, o'sha biz uchun muhim. Ko'chada mana kontrafakt preparatlar kirib kelayotgan, nazoratsiz har xil preparatlarni qo'llanishi va turli xil faktorlar bor. Bularning hammasi iste'molchi uchun juda ham katta zarar. Faraz qiling, bugun preparat sepyapti, ertaga borib yedirib yuboryapti. Bozorga chiqaryapti, boshqa bo'lyapti. Bu yerda ilm bor. O'zbek xalqimizda bitta masala bor, muammo bor. Hali Hoji aytadiki, u kecha yaxshi yuradi deydi, yiqilib tushdi deydi. Unaqa emas-da o'zi. U oylar davomida kasalni belgisi chiqadi, yog' surkadi, qo'y yog'i surtadi, u qiladi, o'zi tabiblik qilib, doktorlik qilib ko'radi. Bo'lmagandan keyin oxiri yiqilar mahalda doktorga boradigan yiqiladi-da doktorxonada. U oziq-ovqat iste'molida ham, mahsulot yetishtirishda ham asli shunaqa. Doktor bo'lish shart emas, doktorlar bor. Klinikani ochib qo'ygan sizlarga o'xshagan, shu kelib doktorlardan maslahatni olib, o'sha tavsiyasiga amal qilsin, bo'ldi, muammo yo'q-ku. Mana shuni agar biz agro tadbirkorlarga yetkiza olsak va ular haqiqatan biz gapimizga labbay deb javob bersa, biz maqsadimizga erishamiz. Harakat bir taraflama bo'lib qolish kerak emas-da. Sizlarda nima uchun biz bugun ko'ramiz, kelamiz, o'rganamiz dedik? Maqsadimiz shu nima ish olib boryapsizlarki, shu ishlar qanaqa effekt beryapti va buni samaradorligini qanday qilib boshqalarga ham targ'ibot qilishimiz mumkin. Qolganlar ham shunaqa ishlasin. To'g'ri ishlasin, halol ishlasin, xavfsizlikni to'g'ri munosabatga olsin. Hammasi yuqori sifatda bo'lishi kerak. Agar biznesda ham so'rab qolishadi. Bormi millionerlar deysizmi? Bor millionerlar. Faqat qanaqa millioner bo'ldi? Qanaqa qadriyat bilan bo'ldimi? Bir o'g'rincha yo'l bilan bo'ldimi? Odamlarga yo bir narsani haligi olib kelib sotib pixat qilish yo'li bilan bo'ldimi yoki bir qadr qiymat berib jamiyatga manfaat yetkazish yo'lida bo'ldimi? Mana shu halolligi uchun biz buni ko'rdik va bildik va bugun Xudo xolasa bir shuni ochib ko'rmoqchimiz. Bilishimcha do'kon bor, ofis joylashgan, bir necha o'nlab xodimlar bor va ma'lum bir komanda sabzavot qilingan va ular jahon andozalariga mos tarzda tarbiya etib kelinyapti. Ya'ni kvalifikatsiya deymiz, malakasi oshirilib boryapti. Shunaqami? Va ishlab chiqarish joylari bor, ma'lum qismini o'zingizlar yo'lga qo'ydinglar. Rampullarni. Bugun shularni hammasini ko'rgani kelganmiz. Xudo xolasa chiroyli qilib ko'rsatib berib, shu xalqqa doda xo'jasini qilish kerak. Nima uchun bu korxonani birinchidan tanlashimiz kerak degan savolga javob beramiz. Ertaga bu korxonaning ishidan andoza olishimiz kerak degan bir qadriyatni odamlarga berishimiz kerak. Nima deysiz shu fikrga? Bitta aylanib tomosha qilamiz, xudo xolasa. Hormaylar, charchamayapsiz aka? Charchamayapsizmi? Ishlaringiz yaxshimi? Harakatlar bilan bu kishi mijoz, ha? Ha, bu kishi mijozimiz 6 gektar piyozlari bor ekan, shu piyoz bo'yicha tavsiyalarimizni berib boryapmiz. Hozir piyoz pashshasiga ekin, birinchi oziqlantirish, bargidan oziqlantirish, ekin tomchilatib sug'orishlari bor ekan. Tomchilatib sug'orishga ham shu Mabetco kompaniyasining samaradorligi yuqori bo'lgan preparatlarni akamizga tavsiya qilib yozib beryapmiz. Dallarni ham xudo xolasa borib ko'rib, yana qo'shimcha tavsiyalarimizni ham berib boryapmiz. Ular do'konga ham borishi mumkin, ofisga ham kelishi mumkin. Yo tanish bo'lganligi uchun shunaqa. Hozir bu yer bizni ofisimiz, asosiy ofisimiz, asosiy mijozlarimiz do'konga borishadi. Bu yerda qulaylik yaratish maqsadida bu yerda ham alohida qilib mijozlarni qabul qiladigan maydoncha qilib qo'yganmiz. Maydonchamizda doimiy mijozlarimizni ham qabul qilish imkoniyatiga egamiz. Keyin mana shu tavsiyalar bo'yicha yozib bersak, bu yerda preparatlar bo'lmaganligi uchun do'konimizdan borib bemalol xarid qilib ishlatishlari mumkin bo'laveradi. Biz aslida to'g'ri bo'lar ekan, agar do'konda o'zida bo'lsa, to'g'ridan-to'g'ri preparatni olib ketish mumkin. Ya'ni uylar yaqin bo'lsa, kelib muloqotda bo'lsa. Necha yildan beri ishlaysiz bu korxona bilan? 20 yildan oshdi. 20 yil? 2 yildan beri mana shu yerdan. Maşallah. Doimiy muloqotdasiz. Piyoz necha quloq bo'ldi? Boyimni ish quloqning bilan shu bir qarashdan oshdida endi bular. Demak 4-5-quloq atrofida bo'lgan. Hozirgi vaqtda kunlar isishi bilan endi barg massasi o'sishni boshlaydi. O'shanda tavsiya qilasiz, barg massasini rivojlantirish uchun. Kun salqin bo'lgan paytda ildizga rut tizimida ishlaydi. Bu yerga faqat barg shakllantirish kerak. Piyozda vosk degan narsasi bor.
piyozni ustida himoya tugchalar bo'ladi. Maksimal darajada voskni shakllantirib olsangiz, bugungi kundan boshlab tengma-teng azot, fosfor, kaliy tengdan kerak bo'ladi. Yigitlar yozib berishadi va hozir berib turasiz va kapillar shuni bormi? Tomchilab sug'orishga o'sha xelatni formadagisini yozib bersangiz, maksimal darajada bargni shakllantirishni qilishingiz kerak. Men 20 yildan beri piyoz bilan shug'ullanaman. Xudo xolasa hamkorlik qilamiz maslahat bo'yicha inshaalloh. Yaxshi, harakatdamiz. Xalaqit beramiz, bemalol. Xudo xolasa endi zavodga yo'l olamiz, ha? Zavodga, omborxonalarimiz bilan ham bir tanishtiray sizni. Do'konlar hammasi shu yerda. Ya'niki ro'paramizda selxoz instituti joylashgan. O'sha birinchi do'konlar selxoz instituti ichida ana ochilgan. 95-96-yillar. O'sha birinchi fermerlar shu yoqdan kelib dori olib boshlashganda. Shu yerdagi do'konlar tarixi shundan boshlangan. Shundan boshlangan. Demak, Mabetko'ni ham qaysi bir ma'noda tarixi shunga bog'liqroq joylashgan. Endi bitta masala bor. Mabetko deb biz 2005-yilda faoliyat yuritgan. To'g'ri paytda hali Mabetko bo'lmagan bo'lsa ham dastlabki harakatlar boshlangan, to'g'rimi? Shunday. Shu menga qiziq bo'layotgani, mana shu qanaqa dinamikada rivojlanib keldi. Siz o'zingiz как учредитель sifatida buni hozir ham yakka olib boryapsiz. Odatda buni ko'pchilik jamoa bilan qiladi. Lekin hali yoshsiz, lekin shuni tashkil qilgansiz. Bu kichkina bir biznescha emas-da bu. Shunday. Hozir viloyatda har bitta hududida joy ochilishi, 100 dan oshiq xodim borligi qayerdan o'z-o'zidan paydo bo'lmagan-ku. Shu 2005-yil bo'lsa 20 yil bundan buyog'iga qanaqa dinamikada keyin Mabetko, keyin Rainbow dinamikada o'sib kelgan. Qanaqa o'zi boshlanishi? Qisqacha shuni aytib bersangiz, qiziq bu bizga. Haqiqatan ham juda ham qiziq bo'lgan. Ana 2003-yil men institut tugatganimdan keyin o'zi pitsa fabrikasida ishga kirganman. Keyin pitsa fabrikasida ma'lum vaqt ishlaganimizdan keyin ana shu bir bu yoqda do'stimiz bor edi-ki, mana shunaqa ximikat sotish bilan shug'ullanardi. Shu kishini do'koniga kelganman-da, 1 yil ishlaganman. Lekin ana 1 yil ishlaganimdan keyin men tushunganmanki, shu bu do'konni bemalol o'zim ochib yurgiza olaman. Bunaqa yosh paytda asosan ota-onalar, atrofdagilar qaysidir ma'noda o'sha bola bu ishni qila olmaydi, uni o'sha himoyalash maqsadida uni asrab-avaylab qila olmaysan. Bo'lmaydi. Standart. Chunki o'sha paytlar juda ham og'irroq edi. Ya'niki biznes ochdingizmi? Bu sog'lig'i bor edi, odamlarda qo'rquv juda kuchli edi. Lekin men bilmayman nima uchun men bilganman, menda boshqa xod yo'q deb tushunganman-da, o'sha do'konni 2005-yil ochganman. 2007-yil birinchi marta Xitoyga chiqqanman. 25 yoshda borib, birinchi marta 2008-yilda Xitoydan yuk olib kelishni boshlaganman. U yuklar kontrabanda bo'lgan, kontrafakt bo'lgan ya'ni. O'sha bizlarni Xitoylar o'sha Urumchidagi nimalar aldashgan. Bunaqasi ham bo'lgan. Olib kelasiz dorilar ishlamaydi, upakovkalari yaxshi emas, ochilib ketadi, qaytarib olmaydi. Xullas o'tib 2012-yil birinchi marta Shanxayga borib, o'sha haqiqiy zavod bilan ishni boshlaganman. Endi u yoqda ham qiziq voqea bo'lgan. O'rtada Uyg'ur akamiz bor. Bu Uyg'ur akamiz bitta konteynerdan bizlarga $20,000 foydasi bilan sotgan. $20,000 dollar o'sha payt. $100,000 narsani 120,000 ga bizlarga sotgan. Men kelganmanda, buni sababi nima deganmanda o'zimga-da. Buni sababi bitta bo'lgan o'sha payt. Ingliz tilini bilmaganligim. Til bilmaganim. Shunaqa jahlim chiqqan, qo'yavering. O'sha yoqda o'tirib Google bilan men ingliz tilida gaplashishni o'rganganman. Qaytib kelib ingliz tilida Alibabadan zavod topishni, zavodlar bilan gaplashishni o'rganganman. O'zim. Maşallah. Ertalab 5 ga kelib o'tirib olardim, ana internet kafega. Chunki Xitoy hisob-kitob qiladi, narx beradi. Kelishib olasiz juda katta vaqt kerak-da. Meni ish kunim Xitoy bilan bir xil bo'lib qoldi. 5 dan 2 gacha. Chunki bizning ikkimiz Xitoyning 5i bo'ladi, ishni tugatadi ularda. Keyin 5 ta zavod tanlab, umuman hech narsa bilmayman. Shunda turganmanda Xitoyga o'sha Shijiajuang degan shahri bor. Shu yoqda 14 kun yurganman. 14 kun o'zimga o'sha hamkor izlab yurganman. Pulimiz katta emas, bizga ishonadigan odamning o'zi yo'q. Ana lekin yuk kerak. Ana shu 14 kun yurib, bilamanmi, bilmaymanmi, o'sha Xitoylar bilan gaplashaverib, bitta zavod birinchi martani o'zida $50,000 ga menga yukni berishga rozi bo'lgan. O'sha payt, 2013 yoki 14-yil. Men o'zim qoyil qolganman. Qanday qilib bu o'sha hozirgacha ishlaymiz shu endi bobo deyman u kishini. Lekin hozir qarzga bermaydi o'sha. O'sha bermaydi. Bermaydi. Maxsus sen o'sha payt puling yo'q edi. Men unga ishonardim. Endi bor, endi berasan deydi. O'zimiz ham kulamizda. Barakalloh. To'g'ri. Shunday qilib mana holigacha mana shu zavod bilan
qadriyatli bo'lib, aka-uka bo'lib ishlaymiz-da. Ha, mana shu barakat. Mana shundan shunaqa tushunchalar bilan kelganmiz-da, shunaqa og'riqlar bilan, shunaqa ana nima desam ekan sizga, xiyonatlar bilan desak ham bo'ladi. Ha. Ko'rgansiz hammasini. Hammasini ko'rdik. Endi siz qarang, u yerda ko'ryapsiz. Hali endi bu yerda ishlash kerak. Xalq bilan ishlash kerak hali. Shunday. Endi sizniki sinov boshlanadi. Shunday. Endi siz xiyonat qilmasligingiz kerak, siz Shunday. to'g'ri tashkil qilishingiz kerak. Sizdan nima uchun olyapti? Bir manfaat ko'rmoqchi-da u. Shunday. Ertaga shu ekin-tikiniga ko'stikka o'tiribdi u. Shunday. Agar ishlamasa, yolg'on preparat bersangiz, noto'g'risini bersangiz, yo noto'g'ri maslahat bersangiz, 1 yillik mahsulot kuyib ketadi buni. Shunday. Mana bu joyi bor. Endi sizning navbatingiz keladi. Shunday. Bu yerdan olganingiz bitta etap. Endi xalq bilan ishlash boshlanadi. Bu yerda nimalar bosib o'tdingiz? Bir ustozimiz bor. Shu kishidan eshitganman-da, hayotimizdagi o'sha ishlar qaysidir jabhasini egallagan bo'lsa, dehqonning ishi eng og'ir jabhalardan bittasi deb menga tushuntirganlarda. Va mana shu insonni aldash bu hech qanaqasiga to'g'ri kelmaydi deb menga tushuntirganlar. Bu og'ir ishdagi odamni aldash mumkin emas degan tushunchaga kelganman-da. Juda katta gunoh ham, juda katta bir noto'g'ri ish ham. Juda ham noto'g'ri. Chunki masalan, men o'zim ham o'sha dorilarni sepib ko'rganman. Haligacha o'sha o'zimni bog'im bor. 10 gram dorini 10 litr suvga aralashtirib sepsagina uni odam tushunadi-da. U ko'zga sachrasin, u yuzga sachrasin. Uni achchig'ini totsin, Keyin tushunasiz. keyin tushunasizda. Endi bu odam shuncha ishni qiladi, yana o'sha unga endi kontrafakt dorini sotsangiz. U dori ishlamasa-da. Albatta. Men buni o'zimga or deb tushunganman-da. Juda to'g'ri yo'l tanlagansiz. O'sha yo'lda o'zida. Ustoz ham juda to'g'ri maslahat bergan ekan. Dehqon hali nafaqat chorvador bo'ladimi yoki bog'bon bo'ladimi, mahsulot yetishtirganda ham hali pul emas-da u. Hali uni sotish kerak. Shunday. Sota oladimi, yo'qmi? Marja bilan 15 ga 15 haligi omonatda turadigan narsa. Shunday. Bir qaraysiz daromadda, bir qaraysiz pastda. Endi qarang, ikkilamchi tarafdan, xo'p, yaxshi to'g'ri ustoz oldingiz, to'g'ri yo'lga tushdingiz, yaxshi muloqotlar boshlandi. Ana endi professionallik bir tizimga kelib bog'lanyapmiz. Endi quruq o'zingiz maslahatingiz yetarli emas endi. Shunday. Siz bir kishisiz yo 3 kishisiz. Endi respublikada qancha fermer, qancha dehqonlar bor. Endi jamoa kerak. Shunday. Endi jamoani ham qadriyati to'g'ri kelish kerak. Siz haloldirsiz, lekin qo'lingizda ishlaydigan bola to'g'rimikin? Shunday. Mana bu joylarda nima yechimlar bo'lgan? Bu yechimlar ham albatta tajribalar asosida, ilmlar asosida shakllanadi. Ilm bo'lsa, yoki nazariya bo'lsa, praktika bo'lmasa, u ham qovushmaydi. Albatta. Bu birgalikda yurish kerak. Ya'ni institutda o'qisangiz agar 2 soat nazariya bo'lsa, 4 soat praktika bo'ladi. Amaliyot. O'zi shunaqa amaliyot. Amaliyot juda muhimda. O'sha uchun 2014-yili biz xitoyliklar bilan qo'shma korxona ochganmiz. Va qo'shma korxona ochish jarayonida men xitoylarning tushunchasi, fikrlashi, dunyo qarashi, komanda tuzishini o'rganishni boshlaganman. Qanday qilib biznes yurg'izadi? Nima uchun Xitoy bunchalik muvaffaqiyatlarga erishdi degan savol turgan menda. Chunki Xitoyni borib 2014-yil, 2012-yil endi Shanxayni borib biz tomosha qilganimizda endi u tasavvurni men sizga tasavvur qilib bera olmayman-da. Xitoy deb yuradik-da biz, Xitoyda. U Xitoy qanaqadir o'sha kontrafakti chiqaradi, o'sha aldaydi, kitayskiy deydi. Lekin uni masalan Shanxayga borganman, Guanzhouga borganman. O'sha paytlar men ularning kuchini ko'rganman-da, lekin kuch nimada? Qanday qilib bu darajaga erishdi degan savol meni qiynagan. Endi biz o'sha xitoyliklar bilan ishni boshlaganmiz. Doimo kun davomida ular bilan yursangiz, uni tushunib boshlaysiz-da, uni fikrlashini-da. Shunga keyin men savol berganman. Bu Xitoyning muvaffaqiyati nimada? Nima uchun Xitoy buncha muvaffaqiyatli bo'lib ketyapti degan? Milliard aholi. Va bizani qarang, dunyoda 2-o'rinda turibdi. Shunda. U bitta javob berishgan. Maqsud tartib. Tartib bo'lishi kerak. Korxonada tartib bo'lmasa ekan, davlatda tartib bo'lmaydi degan menga. Birinchi o'rin tartib qo'yasan. Agar tartibli o'zing, demak, birinchi o'zim tartibli bo'lishim kerak. Shunda Shayx Muhammad Sodiqni bir zo'r gaplari bor. Haligacha o'zimga yozib yuraman. Shuni hozir ham yozaman. Bolalarimga o'rgataman. Tartibsiz hayot, samarasiz hayot. Tamom. Demak, hamma yo'q tartib asosida. Albatta tartib bo'lishi kerak. Hayotingiz tartib bo'lmasa, ibodatlaringizda ham tartib bo'lmasa, kitob o'qishdan tartib yo'q, ovqatlanishdan ham tartib yo'q. Turmush tarzini umuman hamma jabhada. Tartibingiz yo'qmi? U ish aytgan darajangizda bo'lmaydi, bo'lsa ham yarim chala bo'ladi-da. Demak, ma'lum bir qadriyatlar tuziladi va o'shaga qat'iy amal qilinadi. Juda ham. Va shunaqa to'g'ri tushungan bo'lsa, to'g'ri. Agronom bormi, sotuvchi bormi, nima bo'lsa ham qadriyat to'g'ri kelgan va o'sha maqsad qo'ydingiz. Bir nizom belgilandi va shu asosda ish bitta maqsad sari boshlandi. Shunday. Bugungi kungacha mana bugun
2025 bo'lsa, 20 yil ham bu kichkina yil emas-da. Shunday. Ancha yilda qaysi bir qismini o'zingiz bosib o'tgansiz. Keyin 3 kishi bo'lgan, keyin 5 kishi bo'lgan. Mana hozir 100 dan oshiq, boya Ulug'bek akam aytdi, karrasiga oshib boryapmiz. Kerak bo'lsa. Shunaqa. Viloyatlarda, hududlarda ochilgan. Bu degani sizni vakilingiz. Demak, u ham xuddi sizdaqa ishlash kerak deng. Albatta. Albatta fikrlash kerak. Albatta. Xuddi sizdaqa ishlash. Xosarost bo'ladimi u, Surxondaryo bo'ladimi? Qadriyat bir xil. Bir xil. Maqsad bir xil, munosabat bir xil bo'lishi. Bir albatta bo'lishi kerak. Chunki men bularga doimo aytaman-da, masalan, oddiy misol Ulug'bek ham aytaman-da. Ulug'bekni har bir og'zidan chiqayotgan so'z u bizlarning so'zimiz. U bizni yuzimiz, u buni mas'uliyatini his qilish kerak. To'g'ri. Har bitta xodimimiz uni qilayotgan ishi Mabetko degan korxonamizga ta'sir qilishini tushunishi kerak. Maqsad akamiz bu korxonani yoki yolg'iz uchreditelь hisoblanadi. Qadriyatini ko'ryapsizlar. Nima uchun bu korxona bunaqa tartibda shakllandi degan narsani poydevorni qidirib yuribmiz o'zi. Mana shu poydevorni hozir so'rab bilyapmiz. Qanaqa? Agar korxonani o'zini tepasida turgan odamlar fikrlashi, doirasi, maqsadi shoshilib ketgan bo'lsa, korxonada unaqa tartib bo'lmaydi. Bu korxona juda qiyin masala. Shuning uchun avval o'zagini bilish kerak. Nima uchun bu uy baquvvat, zilzila bo'lsa ham qimirlamayapti. Poydevor nima yaxshi qurilgan, ustozlardan yaxshi ta'lim olingan. Bilishimcha bugungi kunda ham bir nechta klubga a'zo va o'qib o'rganyapti bugungi kunda ham. Har kuni o'qishda, ilmda, ilmsiz mana xitoyliklar bekorga gapirilmayapti. Yana Xitoy deganda hozir negativ fikrlar shakllanib qolgan, noto'g'ri tushunmanglar. Xitoy bu bir necha milliardlik aholini boqib, shundan chiqib ham dunyo miqyosida VPsi bo'yicha 22-23 atrofida adashmasam dunyo ulushi Shunaqa. juda katta rivojlangan davlat haqida gapiryapmiz. Bularni ilmini, bularni tartibini, andozasini olish kerak. Albatta. O'rganish kerak bulardan, yaxshi tomonlarini olish kerak. Xitoyliklar bosib ketdi, hamma yoq Xitoydagi falon piston degan narsalar juda ko'p. Biz bir katta gigant, juda katta ilm tajribaga ega bo'lgan davlat bilan hamkorlikda ularni mahsulotlarini, tajribalarini olib o'rganyapmiz. Buni yomon joyi yo'q. Yaxshisini olaylik maqsad aka. Albatta. Agar yomonlari bo'lsa, u bizga kerak emas. Shunday. Buni olaylikda biz yoshlarimizga o'rgataylik. O'zbekiston Xitoyda rivojlangan bo'lsa, u nimasi yomon uni? Mayli yo'lini olaylik. To'g'ri, agressiv ishlayotganlar bor. Xitoydan kontrafakt tovarlar olib kelib, haqiqatan bozorni to'ldirayotganlar bor. Bor bu narsa. Lekin biz boshqa narsa haqida gapiryapmiz hozir. Ularning ilmi, tajribasi va uni O'zbekistonga bo'lgan o'zbekcha bir munosabatni, qadriyatni uyg'unlash haqida gaplashyapmiz, xudo xolasa. Shunday. Bu manfaatli bo'lsin, juda xursandman boshlanishidan. Endi faqat siz hozir olib kelish, ular bilan hamkorlik emas, endi ularda andozasini olgansiz, ma'lum bir ishlab chiqarish joylari haqida ham hozir gap bo'lyapti. Hozir shu yoqqa ketyapmiz. Bu haqida bir qisqacha ma'lumot bersangiz, nima o'zi, nimadan paydo bo'ldi u? O'zbekistonda ishlab chiqarish og'ir masala. Albatta. Qaysi ma'nodaki ishlab chiqarish zanjiridagi barcha bo'g'inlarda to'liq yechimlari yo'q. Mutaxassislar yetishmaydi. Mutaxassis yetishmaydi, oborotlar yetishmaydi, va hokazo. Bu yerda yo'q. Lekin shunday bo'lsa ham O'zbekistonda juda ko'p qishloq xo'jaligi ishlatishimiz mumkin bo'lgan xomashyolar bor. Shu xomashyolardan to'g'ri foydalanib bizlar juda yaxshi o'g'itlar ishlab chiqarishimiz mumkin. Biz ularga ham sotishimiz mumkin, chetga olib chiqib. Chetga olib chiqib bemalol sotishimiz mumkin. Chunki o'zimizda bor arzon va sifatli. Chunki eksport bo'lyapti bu narsada. Shuning uchun bizlar mana shu o'zimizda ishlab chiqaradigan xomashyolar asosida yaxshi o'g'itlar ishlab chiqarishni yo'lga qo'yganmiz. Va bular endi xalqimiz bunga baho berishsa kerak. Fermerlarimiz baho berishsa kerak. Mana o'zini sifatini ko'rsatyapti. Biz faqat nima qilganmiz? Bizlar o'sha Turkiyadan bir yaxshi o'g'it ishlab chiqarishni biladigan texnolog olganmiz. Juda yaxshi inson. Chunki u ham o'sha O'zbekistonni juda yaxshi ko'radi, o'zimizdagi olimlarni, tariximizni juda yaxshi biladi-da. Mana bu yoqqa kelib yurib, rosa maza qilib yuradi. O'sha odam bilan birgalikda bizlar o'sha yaxshi formula asosida asoslangan o'g'itlar ishlab chiqarishni yo'lga qo'yganmiz. Va buni rivojlantiryapmiz. Formulalarimiz o'sha italyanskiy yoki o'sha Yevropani zo'r o'sha o'g'itlari bilan bir xil desak noto'g'ri bo'lar, lekin juda yaqin. Qolishadigan joyi yo'q. Qolishadigan joyi yo'q. O'sha effektni beradi. O'sha sifat, o'sha formulani bizlar maksimum o'sha maromiga yetkazishga harakat qilyapmiz. Qishloq xo'jaligi hozir juda ko'p faktorlarga bog'liqda. Siz zo'r urug'ni ekishingiz mumkin, lekin bir do'l yo'qsa bo'lmaydi. Bir kasallik kelsa bo'lmaydi-da. Ya'niki mahsulot zo'r bo'lganligi bilan uni iqtisodiy tarafini ham hisoblash kerak-da. 1000 mahsuloti zo'r, lekin 100 so'mga ishlab chiqaryapsiz, 90 so'mga sotyapsiz. Nima ma'no bor? Kerak emas-ku, to'g'rimi? To'g'ri. U Shvetsariya yukini ishlatishi mumkin. Men aytaman, akajonim gapi yo'q. Shvetsariya yukini ishlating. Lekin iqtisodiy tarafdan qanaqa manfaat ko'ryapsiz deganda,
ko'pchilik dehqonlarimizda hisob-kitob yo'q. Sizlarda komanda bor-ku, ishlab chiqarishdan tashqari uni qo'llanmasini ham berasizlar. Agar o'shani to'g'ri ishlatadigan bo'lsa, yuqori samaradorlikka erishsa bo'ladi. Faqat endi o'g'it emas, bu yerda himoya vositasi bor, yerga ishlov bor, qayta ishlash bor, yig'ish bor, boshqa tsepotchkada juda katta narsa. Lekin shuni bo'g'in ichida siz aytganda o'sha mineral o'g'itlarda MPKlar deymiz, azot, fosfor, kaliy asno vosita yoki mikro makro elementlar asno vosita bo'ladi. Uni O'zbekistonda chiqishi birinchidan endi bilmadim qancha foizi buni o'zimiz O'zbekiston lokalizatsiya qilyapti mahsulot, ichki mahsulotlar. Nima bo'lganda ham birinchidan valyuta kirib kelishi oshadi bizga. Agar chetga chiqarishni boshlasak. Ikkinchidan hech bo'lmaganda ichki bozorga sotgan taqdirimizda ham chetdan preparat sotib olish kamayadi. Bu ham valyutani zaxirasini saqlab qoladi ichkarida. To'g'ri. Yigitlarimiz qancha Rossiyada ishlaydi, boshqa bo'ladi, pul olib keladi, million dollar qarasangiz o'g'itga, boshqa narsalarga chiqib ko'radi. Albatta kelajakda men o'ylaymanki, nafaqat hozir MPKlar, o'g'itlardan tashqari himoya vositalari, fungisidlar bo'ladimi yoki inseksidlar, akarasidlar, nimaiki bo'ladigan bo'lsa ham maksimal darajada ekologik toza bo'lgan, bezarar holatda. Birinchi maksimal oliy maqsaddan bittasi. Ikkinchidan o'zimizdagi olimlarda shu yerda ishlab chiqargan razrabotkalar. Kam joyimiz yo'q o'sha aslida. Yo'q, ishlab chiqarsak bo'ladi. O'zi texnologik jihatdan yo'lga qo'ysa bo'ladi-da bu narsa. Bo'ladi. Bu liboyni ishlab chiqarsa bo'ladi. Hozir o'g'it boshlangan bo'lsa, kelajakda Xitoydan olib kelinayotgan bari qanchadir qismi suv toshyapmiz biz baribir. To'ppa-to'g'ri. O'shani ham qanchasini oldini olish mumkin. O'zi umuman kelajakda reja bormi? Mana shuni kengaytirib, o'sha hamkorlik bilan qilib, ma'lum bir ishlab chiqarish joylarini bu yerda tashkil etish. Albatta bor. Bizlar hozir o'sha 5 ta preparat, o'sha fungitsid, gerbitsid, insektit akaratsidlardan hech bo'lmasa ikkitadan registratsiya qilishni boshladik o'zimiz ishlab chiqarishga. Chunki baribir ham o'sha kelajakda importni kamaytirish siyosati olib borilyapti. Buni biz to'g'ri deb hisoblaymiz. Chunki mana ko'ryapsiz, Amerika ham shu ishni qilyapti. Bizlar ham bunga o'zimizni hissamizni qo'shmoqchimiz. Chunki baribir ham bizlarda nimadir o'zimizda bo'lishi kerak. Va boshlash kerak bu narsani. Shu muvofiqlik sertifikati asosida pul litsenzirованный bo'lsin, shu yerda ishlab chiqarilgan bo'lsin. Haligi suvni toshi bilasizmi, necha minglab tonnalab suv tashiladi adamlarga. Agar bu yerda qiladigan bo'lsak, o'sha suvga to'layotgan pulimiz ham o'zimizga qoladi o'sha narsa. Meni yana bitta narsa qiziqardi. Yoshlarimiz bor, bularni o'rgatish kerak. Shu xitoyliklardan ilmni, tajribani o'rganish kerak. Shunaqa. Men JMdan juda ham noroziman. Mana shu mashinalarni ishlab chiqarardik-ku, arzimagan bitta tagidagi защитники, rolda chexoli bir narsalar juda mayda-mayda detallarni ishlab chiqarishdan nariga o'tolmay qoldik. Hozir qani zavod shuncha yil ishlagan bilan qayerda bu yoshlar mashina yasayapti hozir. Bu sohada ham juda ham aytamanki, mayli kelsin, ilmi bilan kelsin, tajribasi bilan o'zimizni yigitlarni tayyorlasin. Yosh o'zimizni o'zbek o'g'il qizlari bor, ilmidan hech kam joyi yo'q-da bularda. Ilmi ham yetarli, tajribasi. Mana bularni o'rgatish kerak. Juda ham agar xursand bo'lardim, mana bu ishingiz orqali yana yoshlarni ham jalb qilib, keyinchalik hali aytayotgan insoniyat uchun bezarar bo'ladigan preparat yaratadigan yosh olimlar O'zbekistondan chiqsa, bu endi agar bunga sababchi bo'lsangiz-chi, u juda bir zo'r ish bo'lardi. Maqsadlar yaxshi ekan, juda xursandmiz, xudo xolasa. Bu bardavomligidan umidvormiz inshaalloh. Ishlab chiqarish joylari ham sal chekkaroqqa qurilgan mana shunaqa joylar. Chunki standart bo'yicha bilasiz, buni shaharda bo'lishi kerak. Bir endi ko'rsatamiz ishkallarni. Albatta. Xudo xolasa. Xo'p, ishlab chiqarish joyi, maydonlari. Atrofda teplitsalar ham bor ekan. Bu teplitsa haqida ham ma'lumot berasiz. Nima uchun qurildi, nima ishlar olib borilyapti bu yerda? Koreya texnologiyasi asosida teplitsa qilganmiz. O'zimizning o'g'itlarimiz, nimalarimizni ham shu yerda ham birdaniga sinovdan o'tkazib olamiz. Bittada haligi o'g'it deyapsiz-ku, masala deyapsiz. O'shani avval shu yerda sinovdan o'tkaziladi. Shunaqa. Akalar teplitsasi bor, mahsulot bormi desanglar, mana haligi nima qiladi-ku? Mana zo'r. O'zlari bir xabari bormi? Biror narsadan deydigan savol bo'ladi-ku. Bu o'g'it sotyapti, preparat sotyapti, himoya vositalari boshqasi bor-ku. Demak, agronomlar ma'lum bir vaqtda ma'lum bir etapdagi ishni avval berib o'tkazadi. Albatta. Sinovdan o'tkazasizlar, preparat ishlaydi. Boya aytdingiz-ku, ishlaydi, yaxshi, kam qolishmaydi. O'shalar shu yerda o'tkaziladimi hammasi? Albatta. Nafaqat bu yerda, bizlar o'zi har bir sohada o'zini ishini qanchalik yaxshi bilmasa, u ishni yaxshi olib bora olmaydi, u imkonsiz u. Ya'ni hamma o'zini ishini yaxshi bilish kerak. Men o'ylaymanki, o'sha bizlarning agronomlarimiz ham sifatli xizmat ko'rsatish uchun birinchi o'zini dorisini ham bilish kerak. To'g'ri. O'zi ishlaydimi, ishlamaydimi? To'g'ri. Biz ishlamaydigan dorini sotib o'zimizning nomimizni yomonlab nima qilamiz? Undan ko'ra birinchi o'zimiz bilaylik. U ishlashni ham bilaylik, ishlamasligini ham bilaylik. Va ishlamasa nima uchun ishlamaydi? Albatta. Keyin bemalol sotaylik uni. Birovga tavsiya qilasiz. Mana bu davrda berdik, mana pomidorlar pishib turibdi, bodringlar bor. Endi ma'lum holatlarga nima qilmaysizlar, etap oxirlashyapti. Oxirlashganda shunaqa bo'ladi o'zi. Almashlab boshqa narsa ekiladi keyin. Shunaqa. Demak, issiqxonaga tegishli bo'lgan
joylarda preparatlar, himoya vositalari bo'ladimi? Hammasi keladi, testlar shu yerda o'tkaziladi. Ozuqalar beriladi, Shunaqa. ildiz deymizmi, poya deymizmi beriladi, sinovdan o'tkaziladi, tajribasi yoziladi va o'sha tajriba asosida tavsiya beriladi. Shunaqa. To'g'ri tushuntiriladi. To'ppa-to'g'ri. Xudo xohlasa, juda yaxshi. Ko'rdinglar, juda mo'jazgina joy, 2 gektar desa, 2 gektar. bu kichkina pul emas endi bu yerda. Endi O'ziga yarasha, Shunday, o'ziga o'ziga yarasha yarasha. qiymat bor. Shunaqa. Demak, tandem deymiz. Ham amaliyot bor, ham nazariya bor. nazariyasi bor. Bir xil bo'lsa, aniq praktikda u maslahat beriladi. Archon yaqinroqdan olingda buni. Alohida mavzu o'zi bananga bilasizlar juda ham ko'p bo'lib ketadi. Bu endi qiziqishga ekilgan-u. Kelajakda juda katta yaxshi nima bor. Mana hosillar so'q qolibdi. Juda chiroyli. O'zbekistonda banan o'sadi. Xudo xolasa banan yeganda kelamiz hali. Yana bitta isboti. Isboti, ha, xudo xolasa. Juda yaxshi. Bu yerda ham bir nechta xodimlar ishlaydi. Shunday. Endi zavodlarni bitta ko'ramiz, xudo xolasa. Azar zavodga keldik. Umumiy ko'rinishi mana tashqaridan ham ko'rib turibsizlar. Ob'yomlarda qancha joyda qurilgan bu yerga ofisga? Bu yerda 2 gektar. 2 gektarli joyga ishlab chiqarish joyi qurilgan. Shunaqa. Ichkarida o'sha qurilish joylarini hozir kirib ko'ramiz. Umumiy hajmni ko'rib qo'ysanglar bo'ladi. 4 yil bo'libdi boshlanganiga, lekin natijalari yaxshi deyapti. Hozir ichkariga kirib ishlab chiqarish jarayonlarini bitta ko'ramiz. Chunki bizga qiziq. Endi paketlarga, qadoqlarga solib, sotib zo'r deyish u zo'r, borib ko'raveramiz uni. Lekin haqiqatan buni osnovasi qayerda, kim o'tiribdi, kim ishlayapti bu yerda, qanaqa tartib ishlab chiqarilyapti, ko'zimiz bilan ko'rsak, bu ancha ishonchli bo'ladi. Bitta zavodda aylanib ko'rsattiramiz. Marhamat. Mana bu qozonlar, reaktorlar bular. Aha. Har bittasi 5 tonalik reaktor. Shu yerga barcha xomashyolar solinadi. Kerakli temperaturalar berilib, kerakli anuvlar qo'shilib, Aha. xomashyolar qo'shilib, kerakli suvlar qo'shilib, kerakli vaqtgacha aralashtirish kerak bu. Ha. Eritish kerak bu. Eritgandan keyin mana bu filtrlar orqali bu yoqqa o'tadi. Ha, bu idishlarga Bu o'tadi. yoqqa o'tib, keyin fasovkaga o'tadi. Ozgina shovqin bo'lishi mumkin. Aba bo'lmaysizlar, ishlab chiqarish joyi uskunalar ishlab turibdi. Yuragi desak to'g'ri bo'ladimi? Shunaqa. Yuragi, mana shu yerdan ishlab. Asosiy yurak shu. Aha. Bu yoqda quyilish joylari, jarayonlari. Biznes iqtisodga, planga asoslangan bo'lishi shart. To'g'ri. Masalan, siz aytishingiz mumkinki, mana bu yerda unaqa fasovushli liniyalar, anavlar bo'lib chiroyli qilib ko'rsatish mumkin-da. Lekin samaradorlik qanday? degan savol turadi bu yerda. To'g'ri. Chunki bizlar doimo birinchi samaradorlikni hisoblaymiz. To'g'ri. Arzon bo'lsin, sifatli bo'lsin, samarali bo'lsin. To'g'ri. Endi pasovochli liniyani bunaqasini qo'ysak, masalan 30 ming dollar turadi. Katta pul emas. To'g'ri. Lekin qancha effekt olib keladi u? 2 oy ishlaydi, 10 oy bekor turadi. To'g'ri. U chang bosgandan keyin o'sha eski holatida ishlay olmaydi u. Chunki doimiy ishlash kerak-da. To'g'ri. Shuning uchun bizlar sifatli, samarali yechim topishga harakat qilganmiz. Maqsaddan aytmoqchiki, mana shu ikkita pastda turgan yonkislarni o'rnida uzundan uzoq chet elda bo'ladigan, bundoq qadoqlar yurib keladigan, quyadigan, burab qotiradigan, ya'ni mana bu yopishtiradigan etiketkalar chiqib, butun haligi ayollar, qizlar ikkita tarafda turib olib ishlab, o'zi qadoqqa tushirib, upakovka qiladigan narsa haqida gap ketyapti. Bizda o'sha tizim yo'q. Biz buni oddiy o'zimizni hozircha ob'yomimizdan kelib chiqqan holda va iqtisodiy nuqtai nazardan kelib chiqqan holda shunaqa ravishda tashkil etdik. Biz xohlasak buni qila olamiz, muammo yo'q. Muammo yo'q. Lekin ayni kunda buni iqtisodiy samaradorligini ko'rmayapmiz degan gap. To'ppa-to'g'ri. To'g'ri tarjima qila oldimmi? To'ppa-to'g'ri, shunday. Xullas, ishlab chiqarish joylarini agar sizlarga zarurat bo'lsa, ob'yom oshib ketib, million suda bo'ladigan bo'lsa, buni qo'yish muammo emas. Muammo emas. Tanib qo'yasizlar mana shu idishlarni mana. Hozircha mana bo'sh bo'lib turibdi, lekin ma'lum bir vaqtdan keyin bu o'g'itlar xudo xolasa shu fermerlarimiz dalasiga boshqa joylarga yetib boradi. Necha xil o'g'it berdi umuman? 10 xil o'g'itimiz bor. 10 xil. Chunki ko'paytirib o'rsangiz ham bizlar ham chalkashib qolamiz. Ha. Va fermer ham chalkashib qoladi. O'zi qaysi birini ishlatay deydi-da. Real natija ko'rsatadigan nimalarga urg'u berganmiz, o'g'itlarga. Juda yaxshi. O'rtoqlar, yana bitta vazni gap aytaman, muhim gap aytaman. Bu juda ham muhim. Bu yerda nima uchun mana shu o'zi Toshkentdan shuning uchun keldik. Mana bu hajmni ko'rish kerak edi. Bir do'konda podvalida turgan korxona emas-da bu endi. Bu mumkin emas. Bu podvalga sig'maydi. Mana ko'ryapsizlar. Haqiqatan qaysi bir korxonani vakilli va O'zbekistonda o'ziga yarasha mavqeiga, sotuv hajmiga ega bo'lgan korxonaligini bizdan so'ramanglar. Shunchaki qaranglar bo'ldi shu yerda. Mana shunaqa shundoq qaranglar, mana bu turgan joylarni ko'rsanglar, xudo xolasa o'zingizlar ko'rasizlar. Shikoyat bilan tanishtirib chiqinglar. Ulug'bek aka, nimalarimiz bor bu yerda? O'simlikka ishlatiladigan ximikatlarimiz joylashgan bu yerda. Buni hozir orqa tomonida veterinariya, chorvachilikka moslashgan nimamiz bor. Hali chorvachilik ham bor-a bizda? Chorvachilik ham bor Chorvachilik, bizda. veterinariya. To'g'ridagi joy tamoyni skladimiz. Ha, o'sha yerda. Tamoyni skladni o'zimiz ochganmiz. Aha. Yukimiz Xitoydan, Turkiyadan keladigan bo'lsa,
birdan o'zimiz skladga tushirib, shu yerda rastamoshka qilib, Aha. bu tomonga o'tkazib qo'yilaveradi. Yuklar demak kelish, qabul qilish joyi, misol, shundan boshlanadi demak. Asosiy skladimiz mana shu. Respublika bo'yicha asosiymi yoki bo'linganmi? Respublika bo'yicha mana shu. Masalan, Surxondaryoga ma'lum bir kichkina hududda ma'lum bir yetarli ob'emda olib borib qo'yiladi. Shunday. Nechta joyda bo'ldi hozir? Hammasida. Hamma viloyatda bormiz. Qoraqalpog'iston Respublikasidan boshlab butun joyda hammasi bor. Ba'zi joylarda tumanlarda ham bor. Ba'zi joyda tumanlarda. Ha, endi hamma tumanda bor deb aytmaymiz. Viloyatda borligi aniq. Agar uzunroq joylari bo'ladigan bo'lsa, Surxondaryoda bu bosh bilan bu bosh 200 kilometrda. Termizda ochsa uzunga bitta ochiq to'g'ri kelib qoladi. Demak, zarurat joyda dastlabki qilib beriladi. Bularda preimуществоsi bor. O'zbekistonda bunaqasi men ko'rmaganman. Hali borib ko'ramiz, xudo xolasa. Oldindan aytib qo'ydik, juda qiziq. Bular o'sha dehqonga to'g'ridan-to'g'ri o'sha maydonlarga olib boradigan ko'chma yechimlari ham bor. Hali do'konga borganda ularni ham ko'ramiz. Demak, mana bu bizni Bu joy tamoyni sklad. Tamoyni sklad. Ha. Bu deganimiz yana bir tushuntiraylik, o'sha chetdan keldi. To'g'ri shu yerga tushiriladi. Ha. Rastamoshka qilish kerak-ku. Ha. Rastamoshka dokumentasi shu yerda bo'ladi. Ha. O chegarada o'tirib qog'oz qilib o'tirmaysan. Sifatimizni qilganmiz, o'zimiz rastamoshka qilamiz birdaniga. Juda zo'r yechim bo'lgan ekan. Tamoyni skladda rastamoshka bo'lib, hisob davlat bilan nima hisoblarimiz hammasi bo'lgandan keyin asos sifatida keyin olib o'tish haqqimiz bo'ladi. Faqat kameralar qo'yilgan va hammasi tamoyni bazaga ulangan bu. Ha, bu ham aslida hozir bu yerda kirishimiz ham mumkin emas. Ha, tezlashtiradi. Mijozlarga ko'rsatib qo'yish shekilli. O'rtalar shunaqa bo'lib keladi. Mana ko'ryapsizlar. Hech kim buni uyda ishlab chiqarayotgani yo'q. Bu Rainbow haqida alohida gaplashamiz. Rainbowni o'zi bitta katta mavzu va bu korxona haqida men o'rganib chiqdim. Dunyodagi bunday yetakchi korxonalardan bittasi deb aytsak bo'ladi. Bu kichkina korxona emas. Ya'ni hamkorlik shunaqa bir korxona bilan qilinganki, juda ham katta men o'rganib chiqdim. Juda ilmli insonlar ekan. Juda ham ilmli va dunyoni endi aytmaymiz nomlarini, nomdor bilib qo'yinglar, eshitib qo'yinglar. Nomdor juda ham kattasida bilgan korxonalarga ham mahsulot ishlab chiqarish bo'yicha bizda ma'lumotlar bor. Bularni aytmaymiz, prosta bilib qo'yinglar o'zingizlarga. Bu xullas nasib qilsa menga juda qiziq bo'ldi bu korxonani. Men yaqinda o'rganib ko'rdim. Nima uchun bu korxonani mahsulotlari olib kelinyapti deb, shu bezararligi bo'yicha, xavfsizlik bo'yicha, klasslari bo'yicha bir necha yillik o'zbekka tajribasi bor ekan, sifat nazorati juda ham qat'iy nazorat bo'lar ekan. Agar sizlarga qiziq bo'ladigan bo'lsa, mana shu Rainbow deb yozib qo'yinglar nimalarga, kommentarlarga. Biz boramiz Xitoyga. Xitoyga borib, o'sha yerda qanaqa bu qadriyat, qanaqa ishlab chiqarilyapti, jamoa bilan borib, o'zimiz ko'zimiz bilan ko'rib sizlarga ham ko'rsatamiz, birgalikda sayohat qilamiz. Shunchaki mana shu Rainbow yozuvini ko'rib qo'ydilar. Rainbow deb yozib qo'ysanglar bo'ldi. Biz bilamiz, haqiqatan qiziqmi yo'qmi? Ulug'bek aka, endi skladda siz endi ofisda o'tirasiz. Shunday. Mahsus akam Toshkentda katta ishlarni qilishadi. Bu yerda kim faoliyat yuritadi? Biz jamoa bilan tanishtirsangiz. Farid akamiz Qurbonov ishlab chiqarish bo'limiga mas'ul. Keling aka. Keling. Hozir sizga mikrofon beramiz, bir tushuntirasiz xudo xolasa. Yana kim? Bunyodjon Jonzoq bu logistika bo'yicha mexanikimiz ham ishlab chiqarishimizni direktori Suhrob akam bo'ladi. Suhrob aka. Bu yerda o'ziga ishlab chiqarish bor. Shunday. Hamma o'zining funksiyasini bo'lib qo'ygan, shunaqami? Shunday. Korxonani. Siz ishlab chiqarishga javob berasiz. Qolganlar kimlardir o'sha keladi, yuk qabul qilish kerak. Bordi, haligi pul kirdi, million so'da deymiz o'g'liga. Pul kirdi, pul chiqdi. Chunki har bitta o'g'it hisob kitobdagi baribir. Albatta. Ishlab chiqarish haqida nima jarayon xullas berdi ishlab chiqarishda? Bizda asosan suyuq o'g'itlar ishlab chiqariladi. Suyuq o'g'itlarimiz o'sha azot, fosfor, kaliymi? Azot, fosforli, kaliyli, mikroelementlar, makroelementlar hammasidan bor. Siryollarimiz asosan bizlar Xitoydan olamiz, Turkiyadan olamiz va O'zbekistonni o'zidan olamiz. O'zbekiston, Rossiyadan ham bor. Siryollarni mana shu yerlardan olib, keyin o'zimizda Turkiyadan kelgan nimamiz bor, mutaxassisimiz bor, texnologimiz. U kishi o'sha formulyatsiya qilib beradi. Shu formulyatsiya asosida, ya'niki Turkiya formulyatsiyasi asosida bizlar o'g'itlarimizni ishlab chiqaramiz. Demak, mutaxassislar, haligi mozga deymiz, bilimmi turkiyalik mutaxassislardan asosi turkiyalik mutaxassis, professor odam. Ha. Sizlarda ham hozir ma'lum bir yoshlarimiz shu tajriba olishyapti. Shu yerdagi Albatta. Faqat chelakda ol, yo'q. Albatta u o'sha qanday jarayon ketadi, bu bir-birlari bilan ularni o'sha solishtirish, nimalarni hammasini o'rgatib ketadi u odam kelib bizga. Boya biz bahs aka bilan gaplashib keldik. JM shuncha yil yurgani bilan bir lokalizatsiyada bir mukammallikka erishmadik-da. Juda bir arzimagan kichkina narsalarni ishlab chiqaramiz. Nima qiymat olyapmiz? Buni ishlab chiqarish bor. Turkiyalik yaxshi mutaxassis kelgan.
O'g'itlarni ishlab chiqarish jarayoni bor. Bor. Mana bu yerda hozir 10 dan oshib bor. Ondan oshiq, 10 to'g'ri. dan oshib. Shunaqami? Shunday. O'sha suyuq o'g'itlar ishlab chiqarilyapti. Menga qiziq bo'layotgani, biz nima olyapmiz? O'zbek qora ko'zlarimiz, tajriba, turkiyalik mutaxassis deylik 2 yil, 3 yildir ketadigan bo'lsa, biz keyin o'zimiz o'qib ishlab chiqara olamizmi, yo'qmi? Shunisi qiziq. Albatta ishlab chiqara olamiz. Chunki bizlarga nafaqat u formulani yasab beryapti, bizga ko'rsatib beryapti, biz shu tajribasini o'zlashtiryapmiz. To'g'ridan to'g'ri ishtirok etib, jamoat bilan ishlayapsiz. Shunaqa. Ishlayapmiz, to'g'ri. Ertaga ma'lum bir vaqtga ketsa, sizlar shu ilmni o'zingizlarga olib qolib shuni tadbiq etalasizlarmi? Albatta. Ishonsak bo'ladimi? Albatta. Ertaga sizlar yoshlarga o'rgata oladigan bo'lasizlar. Biz o'zi hozirdan o'rgatyapmiz. O'rtalar sal biz yo'g'imizda shoshib qo'yishdi akalarimiz, xudo xolasa. Biz endi aytmoqchi edikki, yoshlarga o'rgatinglar, yoshlarimiz bor. Qolib ketmasin ilm, yoki chetga ketib qolmasin. Demak, ma'lum bir tajriba olib bo'lingan allaqachon o'rgatish boshlandi. Hozir nechta yoshlarimiz shu yerda ishlayapti? 5 ta yoshlarimiz bevosita shu jarayonni ko'rib, shuni ichida yuribdi-da. Demak, ertaga yaqin vaqtda O'zbekistonda yosh yigitlari bemalol chetdan qolishmaydigan o'g'it ishlab chiqarish salohiyatiga ega bo'lyapti. 100% desak bo'ladimi? Bo'ladi, albatta. bo'lgan desak ham bo'ladi. Hozir biz Hozirdan ham bo'lgan. o'rtoqlar, sal nima bo'pti, xudo xolasa biz o'ylagandikki keyinroq bu qadriyat beriladi deb bu jarayon boshlangan ekan, baraka topsin. Bizni Ulug'bek aka biz xohlagan ish bo'lib turgan ekan. Men eng katta orzum o'sha shu. Maqsadim shu yoshlarni o'rgatib, ertaga kerak bo'lsa nafaqat ishlab chiqamiz. Biz endi sotaylik chetga. Aka, ishlab chiqarib sotaylik. Yana bitta savol bor. Bu endi mana pestitsidlarni ishlab chiqarishiga boya biz gaplashdik, aytdikki, o'zimizda ham Ulug'bek aka xudo xolasa yo'lga qo'yapmiz, bularni ham ishlab chiqaramiz degan reja bor. Reja bor. Va nima deb o'ylaysan? Biz ham ishlab chiqara olamizmi? Mayli. Sertifikat asosida bo'lsin. Mayli tajriba Ulug'bek aka ularda bo'lsin. Bularni ham hozir qancha suv olib kelyapsiz-ku baribir, to'g'rimi? Bu yerda seryosi bo'ladigan bo'lsa yoki seryosini quruq o'zini olib kelsak, texnologik jihatdan ishlab chiqara olamizmi buni bu yerda? Ishlab chiqara olamiz. Jarayon boshlangan deyapti. Jarayon boshlangan. Bu haqda nima deysiz? Nima deysiz? Qachon yo'lga qo'yilamiz nasib qilsa? Xudo xohlasa 2026 mana shu yo'lga qo'ymoqchimiz. Shuni harakat etamiz. Chunki biz hozir o'g'it haqida gaplashdik. Endi himoya vosita, buni javobgarligi o'ziga yarasha. O'ziga yarasha, to'g'ri. Texnologik jihatdan qiyinroq Ulug'bek aka bu. Shunday. Bu endi ancha yuqori ilm talab qiladi. Bolalarda kerak bo'lsa Xitoyga yuboramiz. Albatta. Malaka oshirishga yuboramiz. O'rtoqlar, bir yaxshi fikr bo'lib qoldi. Mabetko korxonasiga murojaat qilinglar. Ishlab chiqarish korxonasi mana o'g'itlar ishlab chiqarish bo'yicha hozir gaplashdik. Jarayon boshlangan ekan. Kelib tajriba olsanglar bo'ladi. Haqiqatan yongan yigitlar bo'lsa murojaat qilinglar. Bizni nomimizdan chiqsalar ham yoki biz orqali chiqsalar ham harakat qilamiz amaliyot o'tashga. Albatta. Keyin shu yerda kerak bo'lsa ishlab qoladi. Bemalol. Ilmli bolalar bo'lsa, chetga ketmanglarda, chaqa kelinglar, Samarqandga kelinglar. Samarqandga kelinglar. Ha, Ulug'bek aka. Nima deysiz? Qabul qilamiz. Bilimli bolalar bo'lmaydi. Kiroja direktorning o'zidan ishlab chiqaruvchi akalarni o'zlari so'rayapmiz. Yosh yigitlar bo'ladigan bizni chetga ketmanglar. Chetda bo'lsanglar kelinglar, mana joy bor. Mana shuncha qadriyat bor, qiymat bor. Kelinglar shuni O'zbekistonda qilaylik. O'zbekiston yarataylik shuni. Ertaga pestitsidlarni ham, fungisid insektsiyalarni o'zimizda ishlab chiqaradigan qiladigan bo'lsak, qaramligimiz birinchidan yo'qoladi. Ertaga ilmli bo'lsa bezararrog'ini ishlab chiqaramiz. Kerak bo'lsa chetga eksport qilamiz. Dunyoni o'zimiz savdo. Xudo xolasa. Nima deysiz? Albatta. Do'stlari mana o'zlari va'da berib Ulug'bek ekan, Maqsad akamiz o'zi yo'lda aytib, qarshiligi yo'q. Korxonaga tashrif buyursa yana bitta qadriyatimiz. Yosh qora ko'zlar, o'g'ilmi, qizmi, yoshlar bo'lsin, kelinglar tashrif buyuringlar. Shu yerda bo'lsin shu ish. Mana o'zlari va'da berishdi. Va'dasi ustidan chiqadi. Hali chiqmasa menga aytinglar, men kerak bo'lsa gaplashaman. Ulug'bek aka kelishdi-da. Kelishdik. Yana davom etamiz bir korxonani ko'rishni xudo xolasa. Zo'r ma'lumot aytaman hozir sizlarga. Hozir eshitdik shuni. Ishlab chiqarish joylari yaqinlargacha ham O'zbekistondan Siriyo Turkiyaga borib, Turkiyada ishlab chiqarilib, yana qaytib kelayotgan ekan O'zbekistonga. Juda ham achinarli holat, to'g'risi. Hozir gaplashdik, ular aytdiki, aka shuni amalladik, to'g'irladik dedi. Endi O'zbekistonga ko'chib ishlab chiqarish joylari ham endi o'zimizda chiqadi. Xudo xolasa shunaqami Ulug'bek? Toshkentda chiqadi Mabetko'ni nimalari. Endi o'z brendimiz tushirilgan mana bu yerga. Mana Mabetko brendi ostida o'sha korobkalar bilan chiqadi. Endi o'zimizda ishlab chiqarilib, o'zimizda ichkaridagi o'g'itlar ham o'zimizda bo'ladi. Ancha yana valyutamiz o'zimizda qoladi, xudo xolasa. Bitta sklad bilan tanishtirasiz. Mahobatli, sizning vazifangiz nima bo'ladi endi? Azbek aka bir tushuntiring mana.
sklad bor, boshqa bor. Har bitta odamning o'zining vazifasi bor. Mabetkodagi sizning vazifangiz nima? Vazifam bu yerdagi Mabetkoga barcha kelayotgan yuklarni hammasini qabul qilib olish, yana tushgan filiallardan, boshqa joylardan tushgan ro'yxat bo'yicha yana ularga tarqatish. Demak, yukni asosiy kelib qiymati, hajmi siz nazorat hammasi keladi, mana shu yerga keladi, shu skladda hammasi shu yerga keladi. Keyin shu yerdan yana tarqaladi. Ularni hammasini hisob-kitobi, xavfsizligi, hammasiga javobgar men bo'laman. Hali yong'in bormi, qolib ketdimi, sifatsiz bo'lib bir joyda qolib ketmadi, hammasiga men javobgarman. Dori buzilib qolibdi, oftobda qolib ketibdi. Mana ko'ryapsiz, birorta joyda oftobda preparat turgani yo'q. Mana salqin joyda turibdi. Bu juda ham men bekorga Azbek akani suhbatga olmadim, chunki biz ko'rganmiz, aka, bir realni gap. U mumkin emas oftobda turishi. Ulug'bek aka, mumkin emas. Qaynab ketganda hali og'zi ishib qoladi. Ertaga bu dehqonlarga borganda ularni 1 yil ko'z tikib turgan mahsuloti haligini sepadi, yo kuydiradi, yo o'ldiradi, yo foydasi yo'q uni. Demak, mana shu boya joyimizni ko'ryapmiz. Ma'lum bir mikroklimat saqlangan. Hamma joyda agar e'tibor bergan bo'lsangiz, mana bunaqa tepasi nima qilingan. Chunki issiq sovuqdan saqlanish kerak. Juda isib ketsa ham dorining sifati buziladi. Muzlasa ham dorining sifati buziladi. Temperatura bir xil bo'lishi kerak bu yerda. O'shaning uchun skladlarimiz hammasi mana shunaqa izolyatsiya nima qilingan, ventilyatsiya qilingan, hammasi havo almashib turadigan. Yozgi kun, issiq kunlari mana e'tibor bersangiz, suvlar quyilib, salqinni ushlab turishimiz kerak. Mana ko'rdinglar, juda hozir yuribmiz, tashqari issiq, lekin ichkarida maza qilib yuribmiz, mana salqin joylar. Bu ichkarilar ham shunaqa nimalarmi? Hammasi. Ya'ni qorong'iroq bo'ladi, qorong'iroq. Bitta ko'rib qo'yamiz. Mana bu yerda ham obyomlar. Hammasi preparatlar. Bu yerda ham hammasi. Hamma joyda mana pojarniy shitlar o'rnatilgan, hamma joyi nima qilib turilgan. Xavfsizlikka juda kuchli e'tibor berilgan. O'rtoqlar, demak, kuygan, yonib ketgan, haligi har xil issiqda qolib ketgan, sovuqda muzlagan preparatlar Mabetkodan chiqib bormaydi. To'g'ri aytdikmi Azbek aka? Mana shu yerda ko'rib o'zimiz guvoh bo'lyapmiz. Chunki boya yana aytaman, juda ham bu noxolislik, muzlagan joylarda, muzlarda yotganini ko'rganmiz Ulug'bek aka, bu fakt bu. Issiqda yotganini ko'rganmiz. Bu noinsoblik hisoblanadi mijozga nisbatan. Ya'ni qiymat, qadriyat qayerdan boshlanadi? Mana shu yerda bu mijozga bo'lgan e'tiborda bu. Shunday. E'tibor. Birinchidan mahsulotni reglamenti bor, to'g'rimi? Azbek aka, bitta dori agar sifatsiz chiqsa, butun boshli dorini u butun boshli kompaniyaga ta'sir qilishi. Albatta, albatta. Hozir siz bitta harakatingiz bilan butun boshli kompaniyaning nomiga dog' tushishingiz mumkin. Shunday. Bu o'zimiz ishlab chiqarish. Bu o'zimiz ishlab chiqarish ma'lumotlarimiz. Mana shu, nechta xil kanistrda, Ulug'bek aka? Kanistr 3 xilda. 3 xilda. 5, 10, 20. Mana bu 5 litrligi. 5 litrlik. Mana shunaqa kanistrlarda udobniy. Yaqinda yana bitta narsani qo'shib ketish kerak. O'sha mijozlarni talab istaklariga binoan o'sha 1 litrlik idishlarda ham ishlab chiqarishdi. Kichkinadan ham boshlandi. Barakalloh. O'rtoqlar, endi xudo xolasa mana 1 litrliklarda ham bor. Yaqin vaqtlargacha ham yo'q-da bu. Yo'q edi. Endi 1 litrlikda men bilishimcha kichkina ampulalarga ham dori qadoqlaymiz. O'zimiz Xitoydan olib kelamiz. 200 litrli bochkalarda olib kelib, 5-10 millilitrlik ampulalarga solamiz o'zimiz. O'rtoqlar, bu chegarasi emas ekan. Bu bizda bu yerda emas, yana bitta joyimiz bormi? Seximiz bor. Ko'ra olamizmi uni? Ko'rsak bo'ladi. Ko'rsak bo'ladi. Bo'lmasa uni ko'ra qolaylik. Bitta kichkina joylarda bo'ladigan bo'lsa. Hozir endi ko'rib chiqdik. Mana Azbek akamiz bilan gaplashdik. Maqsad muddoni tushundik. Ya'ni Mabetko mahsulotlarini bir xil temperaturada ushlash, oftobda turib qoldi, qopqog'i ishdi, tagiga cho'kib qoldi, palon-puson degan narsalar iskluzat qilindi. Xudo xolasa boya yo'lda gaplashib keldik. Mana bu javobda bu. Mana hozir ko'rdik, realni mana o'zining vazifasini cho'tki bilyapti aka. Meni mijozga yetib borib, Mabetko nomidan bitta ham preparat albatta qilmash kerak deb mas'uliyatni bo'yniga olib turibdi-da. Boya intizom haqida gapirdik-ku. Temperatura bo'yicha tagiga suv sepilyapti, uyda hovliga sepmasam ham mana yerda sepilgan turadi suvlar deyapti. Hozir chiroyli ma'lumotni oldi. Biz endi o'sha savdo qiladigan joyimiz bor, do'konimiz bor, shahardan tashqariga chiqarilibdi. Jamoat qanaqa ishlayapti, qanaqa tartib bo'lyapti, o'sha joylarni bir ko'rib qo'ysak, xudo xolasa yaxshi bo'ladi. Azbek aka, juda xursand bo'ldik akalar. Xursandmiz. Xudo quvvat bersin. Xudo xolasa xayrli bo'lsin, yaxshi, chiroyli. Xayrat qilsanglar, xudo xolasa bir yaxshi, zabardast korxona, qadriyati bor, kelajagi bor. Hammadan so'rab chiqyapmiz. Nima uchun ishlayapsizlar bu yerda? Nima qiymat bor sizlarga desa, hamma aytayaptiki, bu korxonani maqsadi oliy, yaxshi,
bizim maqsadlarimiz bilan mushtarak. Aldam-qaldam yo'q, jamoaviylik bor, munosabat bor va eng oliy maqsadimiz shu jamiyatni manfaat yo'lida birdamligimizda. Shunda ishtirok etayotganimiz uchun shu yerda yuribmiz biz. Keyin uni yo'lidagi keladigan, keyin oyligi, boshqasi keyin yo'lda keladi siz. Avval mana bu yerda qoyillatib qo'yaylik deyapmiz. Shu maqsadni hammada ko'ryapmiz hozircha. Bardavom bo'lsin inshaalloh. Xudo xolasa davom etamiz. O'rtoqlarga qiziq ma'lumot aytaman. Bunaqasini ko'rmagansizlar. Maxsus abordinni olib kelib, o'sha 10 litrga 10 gram degan ampulaga solib shu o'zlari ishlab chiqarib qo'yapti mana. Shunaqami? Qancha ishlab chiqarasiz soatiga bundan? Soladi, ha? Maşallah, mana qaranglar. Keyin bularni qadoqlaydi va o'sha respublikaning hamma joyiga ampulalarda zarurat bo'lganda kanister ko'tarib olib bormaydi. Shunday olib borib turib, shunday sindiradi mana ampulasini, shunday qo'shib ishlataveradi. Kichik xo'jaliklar uchun juda ham asqotadi bu narsa. Juda udobli. Ya'ni har bitta dorini ochib, uni hidini hidlab, zaharlanish shart emas. Mana shu 10 gram quyildimi hozir? Ana issiqqina hozir qo'lni kuydiradigan bo'lib turibdi o'rtoqlar. Allohga ko'ryapsizlar. Maşallah birinchi marta o'zim ham ko'rib turibman. Bu hamkorlarga bo'lgan hurmat hisoblanadi. Ampulalargacha olib kelib, mana shunaqa joylarda sexga o'ziga kelib to'g'ridan-to'g'ri ko'rsatyapman. Yerda 5 gramlik, 10 gramlik ampulalar solinadi. 5-10 gramgacha kimga 10 litrga 5 gram, kimga 10 litrga 10 gram deydigan bo'lsa, akalar mana shu yerda tayyor bo'ladi. Sindirish ham oson, ha buni? Ha, yengil. Juda mana shunday sindirasizlar, shunday qo'yasizlar. Bo'ldi, preparat tayyor, sepiladi, bezarar, chiroyli cho'tka bo'ladi. Bu kichkina asbob uskuna bilan ham deb mijozlarga bir qiymat yaratib qo'ysa bo'ladi akalar. Harakat topsin. Korobkani eslab qolinglar va mana shu yozuvni eslab qolinglar. Buning ichida mana shunaqa mahsulot chiqadi. Mahmudjon, bu demak o'sha hasharotlarga, turli pashsha deymiz boshqalarga. Hozir maqsad aytdiki, bitta joyga, hududga shuni sepib qo'ysa sasimaydi bu. Ana shu aralashtirib Aha. Buni o'sha masalan ozroq tushuntiradigan bo'lsam, buni qanday qilinadi? Aytaylik, mana shu xona bor, xonaga sepmoqchisiz. Mana shu bitta pachkani 1 litr suvga aralashtiriladi, iliq suvga va o'sha mana shu xona maydonining 50% dan kam bo'lmagan qatlamiga sepiladi. Deraza, eshik, ular 100% abrabotda qilinadi mana shu dori bilan. Va sepilgan joyga bu yuqiladi. O'sha o'zini kuchini saqlaydi 15 kun davomida. O'sha joyga agar pashsha kelib qo'nsa, o'ladi. Buni birdan bir afzalligi shunchaki, bu 4-klass anaqa opasnost, xavfsizlik darajasiga ega va bu odamga malatoxin deydi ruschasiga, o'sha xavfliligi ancha past. Uy hayvonlari bo'ladimi, zarari juda kam. Ha. Qashti yo'q desangiz ham bo'ladi, lekin shunisi bilan boshqa dorilardan farq qiladi. Masalan, o'zimizda Mabetli korxonasida ishlab chiqarilyapti. Mana kichkina bir qadoqlash sexini ko'ryapsiz. O'zi juda katta maydonlar bor. Hali mahsulotlar turi juda ham ko'p. Bu yerda showroomga borganda hammasini sizlarga taqdim etamiz. Qumursqalar, keyinchalik tarakanlar va boshqa yo'nalishlarda bu eksport bo'layotgan ekan. Shunday chizib qo'ysa bo'ldi, Mahmudjon? Shunday chizib qo'ysa bo'ldi. Qancha vaqtdan beri chiqarasizlar buni? 10 yilchalar bo'ldi. 10 yildan beri, ha? 10 yildan beri mana shu korxona mashinasini ishlab chiqaradi. Eng qizig'i bilasizlarmi? O mana tepasida cho'monlar ham boshqa hasharotlar o'lib yotdi. Shuni chizib qo'yasizlar bo'ldi. Ayni paytda qo'shni davlatlarga eksport bo'lib turibdi. Yaqin kelajakda uzoq davlatlarga rejalashtirib bor ekan. Ikkita yo'nalishimiz bor o'zi. Qishloq xo'jalik yo'nalishida agrarniy yo'nalish va mana bu hozir yo'nalishlarimiz bu veterinariya yo'nalishi. Bu o'sha sohaga kiradi. Bizda o'zi aslida o'sha boshlanishidan o'sha veterinariyadan boshlab kelganmiz va bu keyinchalik kattalashib o'sha agrar sohaga ham kirganmiz. Va mana shu zaylda hozir ikki yo'nalishda ketyapmiz. Juda zo'r. Demak, biz do'konga borganda showroomda har ikkala tarafdagi mahsulotlarni ko'rib u yerda o'sha veterinariya dorilari ham bor, o'sha ximikatlar ham bor, ham o'g'itlar bor, bemalol ko'rib ko'rsak bo'ladi akash. Xullas ko'rdinglar, biz hali buni endi qadoqlanmagan holatda ko'rsatyapmiz. Jarayon bor, sekka keldik. Bularning upakovkasi qanaqa bo'ladi, nimasi bo'ladi, Mahmudjon bilan hali do'konda ko'rishamiz inshaalloh. Davom etamiz. Ulug'bek aka, xudo xolasa jamoa Mabetko'ni yangi ochilgan do'koni deymiz. Yangi desak to'g'rimi? Yangi desak to'g'ri bo'ladimi? Sekin bir endi ko'ramiz. Ishlab chiqarish joylarini ko'rdik. Otabek aka, Ulug'bek aka bilan borib skladlar bormi? Ishlab chiqarish joylarini hammasini ko'rdik. Juda chiroyli. Eshitishimiz bo'yicha bu yerda kim agronomlar desam 20 dan oshiq, ha? 20 dan oshiq agronomimiz bor. Ishonchli, tajribali agronomlarimiz bor. Shulardan bittasi sizsiz, xudo xolasa.
Bu yerda ham veterinariya, mana Mahmudjon bilan gaplashdik, ham qishloq xo'jaligi mahsulotlarini, o'g'itlari, himoya vositalari hammasi sotilyapti va yangi ochilgan do'konda agronomik xizmatlari bittada ham preparat sotib oladi, agronomik xizmat ko'rsatiladi, to'g'rimi? Shunday. O'rtoqlar, demak, hozir to'g'ri tushunayotgan bo'lsam, Ulug'bek aka, Otabek akamiz bu yerda asosiy insonlardan. Eng qizig'ini aytaymi? Qizig'ini ichkari kiraylik. Bugun qanaqa kun ekan? Akalar, bugun qanaqa kun o'zi? Qani? Ana buni qaranglar, buni qaranglar. Qani tabriklaymiz aka. 500 ga emas, bugun ataylar mana. Ummat bo'lgan kunlar bilan tabriklaymiz, xudo xolasa. Bugun jamoa bilan qanaqa bo'ladi? Jamoani nimasi qiymat, Mabitgani nimasi qiymat deganda bir oila deymiz biz o'zi. Mana oilani qaranglar mana. Aka, tug'ilgan kuningiz bilan tabriklaymiz. Vaqt aka, necha yoshga kirdingiz? 44 yoshga. Endi 24 yoshga kiribdi, xudo xolasa. Endi bunaqa yoshlardan ko'pini ko'ring. Jamiyatda bunaqa tajribali insonlar kam, xudo xolasa. Bitta mana uni o'chirib bering, mayli, nima bo'lmasin shuni. Qani, bismillah. Qani. Harakat olsin. Xudo xolasa bugungi qo'shaloq bayram aka. Aka, qo'shaloq bayram bo'ldi. Mana biz o'zaro hamkorlik bilan mana keldik. Mana jamoat. Nima deysiz, o'rtoqlar? Nima uchun ishlash kerak Mabitga degan bitta savolga akalar qiymat bor, bir oiladek ko'ryapmiz dedi. Nima deysiz shu fikrga? Oila. To'g'ri aytilganmi shu fikr? Mana qancha vaqtdan beri kimlar qancha vaqt ishlayapti? Bitta jamoa. Aka, bunaqa jamoalarda bunaqa ahillikka hech qachon ko'z tegmasin. Boyadan beri Maqsad aka bilan gaplashyapmiz. Bitta qadriyat o'zi boshliqlar qanaqa bo'lsa, qadriyat qanaqa bo'lsa shunaqa ketadi inshaalloh. Biz ko'rganmiz. Bu simptom, buni davolab bo'lmaydi. Agar boshliq agar o'xshamasa, bo'ldi, jamoa ketdi. Buni men 100 marta qaytaraman, xudo xolasa, manfaatli bo'lsin. Endi tug'ilgan kun o'zini nimasi, bugun siz tug'ilgan kunga zo'r maslahatni berasiz endi. Bu do'kon bilan tanishtirasiz bizni. Mabitgani do'koni nima uchun tadbirkorlar, agrobiznes vakillari bu do'konni tanlash kerak? Nima uchun siz aynan Mabitgani maslahatlarni olish kerak? Nima uchun degan savol bor. 10 tadan oshiq savol bor. O'shanga bugun biz javob topib ketishimiz shart. Bu yer nimaligini tushuntiring avval bizga. Qayerda turibmiz, nima bu? Mabitco kompaniyasini do'kondamiz. Ushbu do'konimizda bugungi kunda kimyoviy vositalar, har xil turdagi mineral o'g'itlar, makro va mikro elementlardan tashkil topgan biostimulyatorlarimiz bor. Bundan tashqari o'simliklarni himoya qilishda ishlatiladigan kimyoviy vositalar, fungisidlar, insektisidlar, akarisidlar, gerbitsidlar bor. Hammasi sifatli, sifatiga kafolat beramiz. Tan narxi ham arzon. Bemalol olib ishlatish mumkin. Necha yildan beri ishlayapsiz? Bitta ma'lumot olib qo'ying. Bu o'simliklarni himoya qilish sohasida 22 yillik tajribam bor. 22 yillik tajriba. 22 yillik. Juda zo'r. Shuning uchun fermerlarni ko'pi bilan aka-uka bo'lib ketganmiz pashti. Ximiyada o'simliklarni himoya qilish sohasida ishlaganmiz. Hali bitta gap aytdim-ku men kelayotganda Mabitkoga. Bu Mabitko dedim. Dehqonlar bilan qarindosh bo'lib ketgan bular. Shunday. To'g'ri bo'ladimi shu qarindosh? Shunday. O'rtoqlar, bitta narsani aytib qo'yay. Otabek aka, nima bu? Bu klient kelganda, fermer kelganda yoki aholi tomorqasi, dehqon xo'jaligi biron kishi mijozimiz kelganda o'ziga kerakli preparatni yonida agronom bo'ladi. Mana Asad aka do'konimizdagi agronom kelgan mijozlarga tushuntirib beradi. Nimaiki dori kerak bo'lsa, mana masalan daraxtiga o'rgimchakkanaga dori kerak. Misol uchun Mafente degan dorimizdan oladi, 1 litr oldi, savatga qo'ydi. Yana keladi, shiraga dori kerak. Shiran dorisini oldi, savatga qo'ydi. Yana yuradi. Bunda aylanib kelib, o'ziga kerakli mikroelement kerak topdi mana. Bu demak menga kaliy kerak. Mana kaliyni oldi. Mabitgani o'ziniki. Mabitgani o'ziniki kelib, mana kassaga. Kassada shahzod o'tiradi bu yerda. Shahzod bilan hisob-kitob qilib, pullarni olib, chekini olib chiqib ketadi. Maslahatni ham berasiz, zal. Maslahatni mana shu zalda o'zida yurganda Asad aka bitta tushuntirib, qo'liga yozib, chizib beradi. Necha gram qo'shadi, qachon sepadi, nima bo'ladi hammasini. Bitta muammo bor-da, Otabek aka. Biz boya gaplashdik bu masalani. Bizda doktorda bu qo'llaniladi.
kasal bo'lib qolsa, haligi hojiboy aytgandek qo'y yog'i surtadi, spirt surtkadi, u qiladi, bu qiladi, o'zini o'zi davolamoqchi bo'ladi. Mahmudjon, molda ham bor bu. Va shu bo'lmay qolgandan keyin oxiri keyin yo veterinarga yoki sizlarga o'xshagan tadbirga keladi, qurib qoldi deb ko'tarib keladi. Bilasizlarmi? Ko'p olib keladi, bargini ko'tarib keladi. Shunday. Qurib qoldi deydi boshqa. U yashirin holatda, masalan, pernasporozlar yoki alternasporozlar, bilasizlar, 10 kun, 15 kunlik yashirin joyi bo'ladi. Hech qanaqa обработка qilmaydi, profilaktika qilmaydi. Keyin ko'tarib olib keladi-da shu narsani. O'zicha bir narsalar qilib beradi, bordo suyuqlik sepadi, boshqa qiladi. Shuni biz doktorga osongina boramiz-ku. Borsak analiz oladi, tahlil qiladi, kerakli narsani beradi, tezda davolasa bo'ladi-ku. Shunday. Lekin dehqonlarimizda shunaqa muammo bor. Shu batamom mana shu turib bir kasal bo'lgandan keyin shunaqa qilib keladigan odat bor. Mana doktorlar bor, shart emas. Jamoa bor. 22 yil mana tajribam bor deyapti. Kamida 10 yil, 15 yillik tajribasi bor. Tayyor marketda qo'yibdi. Bir narsaga bor, salqingina havo, maslahat markazi bor. Yana nima kerak? Shunday. Boshqa hech narsa kerak emas. Men o'ylaymanki, tadbirkorlarimiz ham menimcha buni tushunib yetib, yangi bosqichga chiqadigan vaqt keldi. O'sha maslahatni olish kerak. Veterinariya bo'ladimi yoki boshqa yo'nalish bo'ladimi? Kelsin, mana sizlarga o'xshagan odamlardan maslahatni olsin. Bu endi she'rda olgani. Endi u ketdi deylik. O uyga borib yetdi. Endi keyin muloqot yana jonli qilsa bo'ladi-ku. Telegram bor, Instagram bor, WhatsApp bor, ha? Shunaqa onlayn maslahatimiz ham bormi aka? Bor. Vaziyat og'irlashib qoladigan bo'lsa, yo bir hasharotlar bosqinini ko'rib qoladigan bo'lsa, molda mazasi qochgan bo'lsa, ha, Mahmudjon, yoki bir narsa bo'ladigan bo'lsa, bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Haqiqatda yaxshi tizim yo'lga qo'yilgan. Bunga endi faqat bir taraflama bo'lib qolmas kerak, ikkinchi taraf borki yetishtiruvchi. Bu ham to'g'ri, qadam bosib kelish kerak. Ulug'bek to'g'rimi? Faqat bir taraflama bo'lib qolmasimiz kerak. Endi bu hali hammasi emas. Mayli, market qilindi, boshqa qilindi. Endi 1800-yillarda bitta ma'lumot aytib qo'yaman sizlarga. Haqiqiy skora pomosh tez yordam xizmati o'sha Venadagi yong'indan keyin professor, juda bir yetuk xirurg professor holatni ko'rib, 24 soat ichida yordam yetib kelmaganini ko'rib, ertasi kundan boshlab tez tibbiy yordamni tashkil qilgan. Tarixi shundan boshlangan andozasi. Lekin o'simliklarda yoki mana shu chorvadorlik yo'nalishida bunaqa tez tibbiy yordam borligini ko'rmagandik. Bilishimizcha sizlarda shunaqa tez tibbiy yordam, ko'chma do'kon formatida bor ekan. Bitta chiqib ko'raylik, keyin suhbatimizni davom ettirsak. Nima deysizlar? Tashqarida o'rtoqlar bunaqasi bo'lmagan, bitta sizlarga layfhak ko'rsatamiz. Ushbu ko'chma do'konimiz hamma hududlarda tashkil etilgan. Samarqand viloyatida mana katta bog'lar, seminarlarda, ko'rgazmalarda qo'yiladigan joyda ochib turibmiz. Mahmud tarafida eshigi bor, ichida doimiy mijozlar uchun dorisi bor. Manzili uzoq joylarda transport vositalari yo'q fermerlarga yetkazib berish xizmatini ham qilamiz, joyida savdo ham qilinadi. Hojiboy shu ketishda uyma yuradigan bo'lib qoldi dedi-yu, ikkita respublikada xizmat ko'rsatganda. Buni qaranglar. Uyma uy kerak bo'lsa, hozirgi aytganingiz bu dastlabkada bu aka. Olib borib xizmatni olib beryapti. Ko'chma do'kon, ko'chma maslahat markazi, hammasi maslahat ham bor-ku, to'g'rimi? Xolasi sotib olsin, to'g'ridan-to'g'ri onlayn maslahat olsa bo'ladi. Dastlabkasi 3 в 1. Bu yerda chorvaniki ham qo'yiladi, veterinariya ham bo'ladi. Chorva ham bo'ladi. Chorvaniki ham bor. Kelajakda xudo xolasa hammasi bo'ladi. Bugun bahona qolmabdi. Bu korxonani eslab qolinglar. Mana shunaqa, mana shu oldinglardan o'tib qolsa eslab qolinglar. Mabetka korxonasiniki. Mana shuni ko'rsanglar, bilinglarki, tez yordam kelyapti. Odamlarga tez yordamni mana formatini Mabetka korxonasi birinchilardan bo'lib respublikada ishlab chiqargan. Kerak bo'lsa uyga borib, molni shu oyog'i bir narsa bo'lib yerga yiqilguncha tirgagichini olib borib berishadi. Ishoninglar bularda. Hasharot bosib hali yeyishga ulgurmasdan mana preparat yetib boradi. Hammasi yetib boradi. Maslahati bilan. Mana shunaqa preparatlarni chiqardik hozir. Mahmudjonda hali pashshalarga sepiladiganini o'sha brend bo'lib ketdi hozir. Hozir korobkasini ko'rsa pashshalar o'zini o'ldirib yuboryapti. Juda xursandmiz. Jamoani qaranglar, davom etamiz o'rtoqlar. Bu endi kundalik jarayon. Yuklar kelib tushadi, sotiladi, maslahat beriladi. Mavsum davomida yil 12 oy, 24 soat. Shunday. 24/7 olib boriladi. Xudo xolasa juda xursand bo'ldik jamoani ko'rib. Mana shu ishlarni bardavom bo'lsin. Eng qizig'i bunaqa joylar nafaqat Samarqandda, respublikani har bitta viloyat markazlarida bor. Shart emas Samarqandga kelish, Xorazmlikka, Xo'jaobodda bor, masalan, Diliga, Urganchda bor, ba'zi hududlarda markaz bilan tumanlarda ham bor, ba'zilarda Termizda bor, boshqa yerda bor va kamiga qochib qo'yiladi ko'chma do'kon.
hech iloji yo'qda, hamma yordamga tayyor. Endi sizlar ham sal bir tarafga bunday qadam tashlab, akalar bilan hamjihat bo'linglar. Sizlarning foydanglar-ku baribir, to'g'rimi? Shunday. Shu akalar sizlarning foydanglarga deb yuribdi. Qadriyatni ko'rdinglar. Pul birinchi o'ringa qo'yilmagan. Dehqon manfaat olsa, oilamiz deyapti. Mana oilani ko'rdinglar, tabriklarni ko'rdinglar, munosabatni ko'rdinglar. Xuddi shu oilani munosabatni agrobiznesga ko'chirsak, keyin milliontida, bo'lmayki millionsida bo'laveradi, xudo xolasa. Boy bo'lsin, baquvvat bo'lsin, rivojlansin. Biz shunga tarafdorimiz, xudo xolasa. Taklifimiz bor bizni. Surxondaryo viloyatida Termiz bilan Uzunda orasi 200 kilometr. Lokatsiyada bir ko'rib chiqib, jamoat men ishonaman, sizlar buni qilasizlar. Bemalol amalga oshirsalar bo'ladi. Shu uzoq hududlarga ham bitta hududlar ochilsa, maslahat markazlari ochiladigan bo'lsa, keyin sizlarni maslahat markazlaridan tashqari turlaring bor. Dubayga sayohatga olib borasizlar, biz ko'rdik, sertifikatlar berasizlar. Nechta kishi bor? 10 kishi bordi. 10 kishi mana Dubayga olib borib keldi. Bu yil ham xudo xolasa bo'ladi, inshaalloh. O'sha ishlarni ham amalga oshirsalar yaxshi bo'lardi. Veterinariya sohasi bor. Bitta veterinar haqida ma'lumotni olaylik. Shundan keyin yana davom ettirsak. Mana hozir Mahmudjonga beramiz. Mahmudjon, endi siz yag'in davom ettirasiz. Estafeta tayoqchasi xudo xolasa sizga. Qaysi bo'limda, qaysi tarafda? Bo'lim bu yerda boshlanadi. Mana shu yerda bitta burchakda joy qilganmiz alohida. Polkadagi hozir ko'rib turgan dorilaringiz bular molni o'sha ichki paraziti uchun qo'llaniladigan dorilar. Ular tabletka ko'rinishida, bular suyuqlik ko'rinishida. Demak, xuddi shu narsani kichkina qadoq o'ramida bor. Ya'niki masalan odamlar bor moli 100 ta, odamlar bor moli 2 ta, 3 ta. Ularga kichkina qadoqda, kattalariga esa mana bunaqa katta qadoqda bor. Mana bu tomonda esa bular ham qurtga qarshi, ham jigar qurt, ham ichak, ham o'pka, ham tashqi parazitga ham ishlaydi. Bir vaqtning o'zida bu. Masalan, ham ichki nimasini oladi, o'sha qurtlarni ham tashqi parazitni olib beradi. Bu inyeksiya yo'li orqali qo'llanadigan veterinar preparatlar hisoblanadi. Bular ham shu aytganimizdek katta hajmdagisi bor, 100 grammligi bor, bunaqa 10 grammlik mayda ishchalarda ham bor. Masalan, ichini ko'rsatishim mumkin, mana bunaqa. O'ziga kerakli miqdorda olib ishlatsa bo'ladi. Mollarda ham shamollash bo'ladi, xuddi odamlarnikiga o'xshab shamollashi bo'ladi, kasallanishi bo'ladi, infeksiyalanishi bo'ladi. Shularga ham mana shunaqa antibiotiklar bor. Bular ham turli xil, o'sha 100 grammlik, 10 grammlik, hattoki o'sha mana ampulalarda ham bor, xuddi odamlarnikiga o'xshaydigan. Masalan, troksinni olsak ekan, mana kichkina ampulalarda ham bor. Mana ko'rib qo'yinglar, kichkina. Haligi bitta ikkita moli bor deyapsiz-ku, masalan, olib yoki kichkina ob'yemda ishlatadiganlar, bemalol foydalansa bo'ladi. Bemalol foydalansa bo'ladi. Qon parazitlar kasallik deymiz, mana shu kecha kunduzda hozir mana havo isidi, kanalar ko'payadi molga va natijada o'sha molni chaqqan kana uni ichida endi fan tilida aytadigan bo'lsa teleroz deydi, mahalliy tilda buni qon kasal deydi. Qon kasal deymiz. Shularga ham mana masalan Buparvex degan dorilarimiz bor. Buni ham o'sha hajmlari 10 grammlik hamda mana shunaqa 50 grammlik flakon idishlarda mollarni o'stirish uchun xuddi mana o'simliklarga ozuqa berasiz-ku, NPK 20 xuddi shunaqa mollarda ham shu narsa bor. Bular mana masalan multivitaminlar, turli xil o'sha vitaminlarni birlashtirib, kompleks qilib, o'sha bitta molga kerakli miqdorda va vesiga qarab, bular mana shu narsalar ukol qilinadi. Masalan, aytsak o'sha multisuper desak, bunda o'sha bir 14 xil, 15 xil vitaminlarni qorishmasi bor va mana shu vitaminni molga bir 5 kun davomida qilinadi. O'sha A vitaminoz degan kasallikni oldini oladi. O'sha vitamin yetishmovchiligi bo'ladimi, boshqa bo'ladimi? Ular sichqon dorilarimiz, bu ham veterinariya yo'nalishi bo'yicha sichqon dorilar bor, bir 4 xil, 5 xili ishlab chiqaramiz. Keyin o'sha boya aytuvdik, ko'rsatgan haligi preparatimiz hozir mana shu pashshaning sezoniga ishlatsa bo'ladi bularni ham. Keyin o'sha dixlofoz variantlari, xullas qishloq xo'jaligi bo'yicha nima dori kerak bo'lsa, bizlarda o'sha ikki yo'nalish ham mujassam qilingan. Faqat agrarniy emas, balki o'sha dehqonmi, fermer bo'ladimi, uni ham uyida moli bor. Shunaqa har bitta fermerimizda moli ham bor, yeri ham bor, agorodi ham bor va biz mana shuni kengroq o'sha assortimentda o'shalarni ta'minlash maqsadida ikki xil yo'nalishni olib boryapmiz. Juda yaxshi. O'rtoqlar, kimni yeri bo'lsa, haqiqatan juda ko'p tadbirkorlar bor. Chorvasi bor, moli bor, qo'yi bor, boshqasi bor, parrandalari bor, masalan, yo'nalishlar bor. Parandachilik bo'yicha ham alohida aniq aytmoqchi edim. Xudo xolasa bizni biladiganlar bor, bilmaydiganlar bor. Parandachilik yo'nalishi bo'yicha ham xudo xolasa yangilik bo'ladi. Kuzatishni davom etsalar, shunga qo'l urganmiz, o'sha boshlangan ishlar. Buni maslahatlarni bu yerda kelganda
to'g'ridan to'g'ri maslahat Albatta, olishadi. bu yerda mana bolalarimiz bor. Bu do'konda o'zi kamida 6 ta bola ishlaydi. Chorvachilik yo'nalishi bo'yicha ham. Chorvachilik yo'nalishi bo'yicha ham bor. Aha. Men o'zim ham shu yerdaman, 24 soat anaqadaman. Bu yerda mana kastrlar bor, shofirlar bor. Hammamiz shu yerda jamoa bo'lib ishlab kelamiz. Juda zo'r. Juda zo'r. Agronomiya bo'lsa mana Asadbek aka ham borlar. Xullas, qo'ldan kelgancha mijozni nima o'sha talablarini qondirishga harakat qilamiz. Juda yaxshi. Demak, ikkitasi yaqinda parrandachilik qo'shiladigan bo'lsa, yana yo'nalish bo'ladi. Inshaalloh. Xullas, butun qishloq xo'jaligidagi yo'nalishdagi ancha sohalar, jabhalar qoplab olinar ekan. Shunday. Maslahat markazi va kerakli bo'lgan, eng qizig'i ishonchli bo'lgan, shunday. Ishonchli bo'lgan preparatlar bor. Chunki juda ko'pda hozir. Juda ko'p har xil preparatlar bor. Mol, qo'y, boshqa deysiz, hali mana qon kasal deyapsiz, noto'g'ri qilib qo'ysa, buni vaqti o'tsa keyin foydasi yo'q uni. Shunday. O'sha etaplari bor. Juda ham yaxshi yo'lga qo'yilgan. Endi bitta jamoa bilan yig'ilib bitta общий jamoani bitta ko'raylik-da, Ahmedjon. Hozir endi 100 dan oshiq jamoa edi. Kichik bir qismi endi Samarqanddagi bo'lim a'zolari shu yerda. Xudo xolasa biz qo'limizdan kelgancha ma'lumot berishga harakat qildik. Maqsad akamiz, Ulug'bek akamiz, Dilafrut necha kundan beri aloqada xudo xolasa. Qolgan hamma ishtirokchilar, Otabek akamiz boshlig'i hammasi xullaski bitta narsani tushunib yetdik oxiri. Bir maqsad yo'lida jamoa birlashgan va biz buni amalda ko'rib turibmiz. Va bu jamoa rivojlanishda davom etadi. Eng qizig'i. Va mana sifatga alohida e'tibor deganda nafaqat preparatlarniki, mana bu jamoaning muomalasi, o'zaro bo'ladigan munosabatlarda e'tibor, mana shu hammasiga alohida e'tibor bilan munosabat qilinyapti. Agar shu yo'lda ketsanglar, men sizlarga aytishim mumkin, 25 yillik tajriba bilan kelib chiqib, sizlar to'g'ri yo'ldasizlar hozir. Hech yoqqa chalg'imasdan xudo xolasa to'g'ri yursanglar, inshaalloh biz sizlarga yoninglarda har doim ko'makchimiz. Bizni ba'zi narsalarga aqlimiz yetmasligi mumkin, sizlardan o'rganamiz. Bizni o'zimiz aqlimiz yetganini sizlarga aytamiz. Birgalikda shu O'zbekistonda ham qishloq xo'jalik yo'nalishini havas qiladigan jahon andozalariga maqsadda olib chiqishimiz kerak. Yevrotilga boramiz, Agritexnikaga boramiz, Germaniyalarga, Fransiyalarga boramiz, havas qilamiz. Shular ham bizga havas qiladigan bo'lsa-a, nima deysiz akalar? Shuni bir chaqsida ishlashingiz mumkin. Mana shu holatda ketsanglar, mayli, balkim sizlar o'zingizlar 100% ko'rmaslar, lekin sizlar o'g'linglar, biz bolalarimiz ko'radi. Bizniki ham shu O'zbekistondan chiqadigan mahsulotlar, bir juda bir mukammal darajada bir dehqonchilik madaniyati shakllanganini bir poydevorni qurib ketadigan bo'lsak, uyalmasdan bemalol ko'kragimizni qilib, ishlab chiqarishlarni ko'rdik. O'sha ancha ma'lum qismlari o'zimizga ko'chyapti hozir. Rosa gapiraylik desak gap ko'p. Shularning mujassamligini ma'lum bir qismini sizlarda ko'rib, juda ham boshim osmonga yetdi. Xursand bo'ldim. Mana ichkarida bir ozgina qora joy bor edi. Meni qanaqa ekan, mana bu joy qanaqa o'zi nima degan gap bor edi Mabetko haqida. Mana bugun Mabetko'ni Rainbow'ni bir holati ochildiki, buni endi davomini endi dalshi yana davom etligini ko'ramiz. Xolos. Qanaqa bo'lyapti? Akalar maslahat qanaqa, rezultatlarimiz Ulug'bek aka qanaqa? Shuncha narsa bor. Samaradorligi nima ochildi? Ya'ni lazakat hamda gap bor. Dehqonga deydi, xaladenlikni ochganda nima o'zgaradi? Shundan gapiring. Shunday. Nima foyda oladi? Mabetko bilan ishlash nima berdi unga degan savollar bor. Mavsum davomida mana Dilafruz bilan aloqada bo'lib turadigan bo'lsak, ko'rib boramiz, ha? Aka, nima oldi? Mana chorvachilikdan nima oldi? Nima natija oldi? Natija bari muhim. Biz xalqimizga bari muhim ekan. Ishlab chiqarishingizni ko'rsatasiz, jamoani ko'rsatasiz ham bo'ldi. Natija nima bo'ldi deydi, natijani qiziqadi. Iloji bo'lsa, imkoni bo'lsa, bizga natijalar bilan o'rtoqlashtirsanglar. Baribir joyda chaqiringlar kelib borib biz tasvirlarga olamiz, erinmaymiz. Ko'rsatamiz, mana bu ishlatdik, mana natijasi o'tgan yil bunaqa edi, bil mana natijaga keldim. 25 turgan bo'lsa, 26, 27, 30 gacha qanaqa dinamikada rivojlanishni xudo xolasa juda katta umiddamiz. To'g'ri bir strategiyada ketyapsizlar. Xursand bo'ldik xudo xolasa. Jamoa bor, ish bor, jarayon bor. Endi bundan da yuksaklikka yana professionalizmga qadam qo'yishlarini tilakdoshimiz xudo xolasa. Hammaga katta rahmat ma'lumot berganinglar uchun. Qisqa vaqt ichida hammaga buncha ma'lumot yetkazib olmaymiz. Akalar, ochiq kanallari. Mabetko kanaliga obuna bo'linglar. Telegram, Instagram, YouTube, hamma tarmoqda bor. TikToklarda a'zo bo'linglar. Suyansa bo'ladigan korxona bor. Bemalol ishlasanglar bo'ladi inshaalloh. Qolganini biz ham nazoratda ushlab ko'rib turamiz. Aytganimizdek bu mahsulotlarda hali taglari bor, qayerda ishlab chiqaradi, boya Turkiya dedik, Xitoy dedik, boshqa. Kerak bo'lsa boramiz yerga ham, ko'ramiz va sizlarga haqiqatan shuni xavfsizligini va jamoani haqiqatan to'g'ri yo'lda sizlarga xizmat ko'rsatayotganini va bular bilan ishlasa mumkinligini, Mabetko'ni nima uchun tanlashim kerak degan savolga javobni inshaalloh beramiz, xudo xolasa. Hammaga katta rahmat akalar, salomat bo'lasizlar. Otabek akani bitta qo'llab qo'yamiz, xudo xolasa tabriklaymiz. Bunaqa yoshlardan
inshaalloh ko'pini ko'rsin, elni xizmatdan charchamasin aka. Rahmat. Rahmat. Qarsak bilan tugadi kontent o'rtoqlar. Bo'ldi. Eng chiroyli komment egalariga 3tasiga 1 millionlik o'zimizda ishlab chiqarilayotgan suyuq o'g'itlarimizdan sovg'a qilamiz. Mashalloh. To'y-to'yda o'zing bersizlar-da. Azizlar, mana hozir o'zinglar eshitdinglar. 3ta komment, chiroyli komment egasiga qiziqarli komment bo'lishi mumkin yoki shu Mabetko korxonasini rivojlanishiga bir hissa bo'ladigan, ha? Chiroyli kommentlar, xohlagancha, chegara yo'q. Xohlagancha komment yozasizlar. 1 milliondan 3 ta kommentni tanlab o'zlari chiroylisini olib, shu yerga chaqirishadi. Hududda Jizzaxda bo'lsa, Jizzaxda. Surxondaryoda bo'lsa, Surxondaryoda. Muammo yo'q. 1 millionlik ekvivalentdagi mineral o'g'it bo'lishi, mana shu xohlasanglar boshqa preparatlar ham qilib berishadi inshaalloh. Himoya vositalaridan qilib berishadi. Bemalol olib ketsanglar bo'ladi. Faqat ozgina e'tibor, ozgina munosabat bilan juda ham chiroyli narsalar ko'p bo'ldi. Tug'ilgan kunlar bo'ldi ichkarida, ko'chma do'konlar bo'ldi. Qaysi yo'nalish bo'yicha qanaqa bir maslahatinglar, bir qiymat bor. Yana ham jamiyatimizga foydali bo'ladigan, ha? Shunday. Kommentlarda yozib qoldilar, xolosa sovg'alar sizlardan aylansin, xudo xolasa. Inshaalloh kutamiz kommentlarni. Mabetko sifatga alohida e'tibor. Mabetko agrobiznesda ishonchli hamkoringiz. Tanlovda adashmang.